sun'iy intellekt zo'r narsa, faqat o'sha ChatGPTni soddalashtirilganda nima qiladi u? Nima ish qiladi? Qayerdan biz ma'lumotni olib, nimaga asoslanib chiqarib berishini prosta bilib olsa, uni qonun deb olmaslik kerak outputini. To'g'rimi? Ba'zilar hozir do'st deb ishlatishadi ChatGPTni. Yo'q, chunki sun'iy intellekt endi odamni ko'ndiradigan narsa-da. Odam gaplashib muloqot qilsangiz, sizni ishontira oladigan narsa-da. Odam ishonuvchan bo'ladi-ku. Buning uchun menimcha xalq sun'iy intellekt nimaligini tushuna olish kerak. Assalomu alaykum hammaga. Zo'r dasturchi podkastimiz navbatdagi soni. Bugun sizlar bilan AI sun'iy intellekt haqida gaplashamiz. Bugungi mehmonimiz O'zbekistondagi eng topoviy AI mutaxassislaridan biri Qobuljon aka. Assalomu alaykum Qobuljon aka. Va alaykum assalom. Taklifimizga yo'lmasdan kelganingiz uchun oldindan kattakon rahmat. Sizga katta rahmat. Xudo xolasa tayyor bo'lsak, sekin boshlayveramiz. Xo'p, Qobuljon aka, birinchi savolim o'zingiz haqingizda shu kuzatuvchilarimizga tanishtirib o'tsangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Meni ismim Qobuljon Toshnazarov. 2014-yilda Inha universiteti Toshkentda IoT deyishadi. O'sha universitetda bakalavr computer science sohasida, IT sohasida o'qib, 2018-yilda bitirib, Koreyada kompyuter injeneriyasi bo'yicha magistraturani bitirganman va keyin Kentek degan Koreyadagi top universitetlardan bittasi, o'sha yoqqa borib AI sohasi, energetikada AI ni qo'llash fakultetida doktorlik oqlab kelganman. 2024 avgustda 1,5 yil oldin ekan. 1 yil nechidir oy oldin O'zbekistonga qaytib keldim. Hozirda Yangi O'zbekiston universitetida o'sha sun'iy intellekt sohasi, dastur injiniring sohalari bo'yicha dars berib kelyapman. Va yana bir bor taklif qilganingiz uchun katta rahmat. Keyingi savolimizda qanaqa qilib o'zi dasturlash sohasiga kirib qolgansiz? Nima uchun aynan dasturlash sohasini tanlagansiz? Bu sohaga kirishingizda nima sabablar bo'lgan? Men o'zim yoshligimdan aytib bera qolay, Qashqadaryoda bir Chiroqchi degan tumanida elektronika uyda kalkulyatorlar, o'sha soatchalar bo'lar, o'shalarga qiziqib yurardim, ishlatib yurardim. Buzilib qolardi. Keyin uni kolonkachalar bo'lardi esingizda. Buzilib qolardi-da, keyin ustiga borardim. O'zimiz uyimizda oldiroq bo'lgan ustalarga borardim-da, kuzatib o'tirib qiziqardim qanaqa sozlashiga. Shu bir kuni shu meni ham sozlayim kelib qolib, ustaxonaga bordim. Ish qilib keyin men shogirdlikka oling dedim. Shogirdlikka olishdi-da, ustaxonada qay darajadadir o'sha telefonlarni, elektronikalarni, kompyuterni sozlash o'rgandim-da, bitta joyiga kelib tushunib qoldim. Ustalar ham dastur sohasini, dastur qismini, yozilish qismini, ular tayyor dasturni anaqa yozishar ekanda, elektronikalarga, apparatlarga yozishar ekanda, dasturni lekin o'zlari tayyorlashmas ekan. Shu joyida keyin dastur injeneriya sohasiga kirgim kelib qoldi. Ichini tushungim kelib qoldi. Bizda computer science-da, IT-da black box deyshadi, qora quti. O'sha qora qutini ichini ko'rgim keldi-da. O'shanga o'sha 2010-yillar atrofi bo'ladi, 2012-yillardami universitetlarni qidirdim, tatu bor edi. Keyin Inha universiteti haqida yangilik eshitib qoldim. Shu paytga Inhada imенно IT ni o'qimoqchi bo'lgan soha bor ekan. Shu bo'yicha yo'naltirilgan universitetga kirdim. Xudoga shukr, shu ham o'qimayman. Ko'pchilik beradi, o'zi dasturlash sohasiga universitet kerakmi, kerak emasmi deganda shu savolga qanaqa qaraysiz? 100%. Mani tarixim bo'yicha qaraydigan bo'lsa, 100% kerak. Chunki men O'zbekistonda dasturga yo'llarni qidirib chiqqanman-da, o'zim ko'zim yetib ko'rgan joylardan taqqoslab ko'rganman. Universitet menga o'sha bilim bera olgan. Boshqa odamlar ham bo'lgan, ustalar bo'lgan menga. Ustalardan so'rab o'sha bilimni olish variantlarim bo'lgan. So'raganman, topa olmaganman-da. Universitetga kelganimda endi matematikadan boshlashgan-u, lekin dasturgacha yetib borishgan. Men xohlagan narsani berishgan, shunaqa. Imенно shu dasturlash sohasini o'rganishda qanaqa bir qiyinchiliklarga duch kelgansiz? Qanaqa etaplardan o'tilgan? Misol uchun bir xillarda o'rganib o'tganda, misol uchun kerak emas narsalarni o'rganib vaqt sarflab qo'ygandirsiz. Qanaqa minuslarga ketgan, qanaqa pluslarga ketgan? O'zi dasturlash sohasi keyingi savol, nima o'zi kerakli bilimlar nimalar ekan? Asosan nimalarga urg'u berish kerak? Savolingiz aniqroq tushunganim, qaytib so'rab olay o'zimdan. Men o'zim xohlagan IT sohasini o'rganish jarayonida qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan? Nimalarni
ko'proq o'rganishga fokus qilsam yaxshiroq bo'lardi. Shu haqida fikrimni so'rayapsan. Mani holatimda menimcha o'zimdan opit ko'proq bo'lgan odamlardan ko'p fikrini olib davom etganim uchun в принципе ortiqcha behuda narsani o'rganib qo'ymaganman menimcha, yoki kerak bo'lmagan narsani qilib qo'ymaganman. То есть ustozlarimdan so'rardimda, men bu narsani o'rganmoqchiman, ularga aytardim, men orzuyim mana bu dedim. То есть qiyinchilik tomonini aytishim mumkin. Nimadan qiynalganman men dasturli o'rganish jarayonida? Qiyinchiligim ba'zi tinglab eshitishim kerak bo'lgan fanlarni, xuddi siz aytgandek, haliroq sal e'tiborsizroq bo'lib eshitib qo'yganman. Shu, sal e'tiborsizroq bo'lib qo'yganman. Keyin o'sha dasturli injeneriyada har sohalar ko'p ekan-ku. Praktikada o'sha bosh toshga urilgandan keyin qaytib borib o'rganishga majbur bo'lganman o'zim. Endi u ham balki kerak bo'lgandir. Qiyinchilik bo'lgani demoqchiman, o'sha dasturli injeneriyada opiti bor ustozlar, opiti bor programmistlar, men oldimga mana bu narsani o'rgan deganda o'rganmaganim uchun programma yozayotganda, misol uchun mashina AI bo'lsa, AIdagi modellarni qurayotgan paytda bir joyda tenglamalarni tushunmay qolganman. Tenglamalar juda ham ko'p u yerda. O'sha tenglamalarni tushunmay qolgandan keyin majbur bo'lganman o'sha universitet paytidagi equationlarni o'rganish. Anaqa tenglamalarni tushunib chiqib, u tenglamani ma'nosi nima edi, uni u kirayotgan raqamlar nima edi, u o'shalarga endi yodlaganmiz-da, yo zubrit qilib yodlashda. O'zi ana ustozlar aytdingiz, qanaqa to'g'ri ustoz tanlash kerak ekan? Imенно misol uchun bizani kuzatuvchilarimiz ham endi shu sohaga qadam qo'yayotganlar, shu programmist bo'lmoqchi bo'lganlar-da. Shu ustoz tanlayotganda nima kriteriyalarni tekshirish kerak? Misol to'g'ri, baribir to'g'ri ustoz tanlansa, kelajakda muvaffaqiyatda bir 90% kaltadigan narsa ham bor-da, bir kamida 50%. Shunga qanaqa bir kriteriyalarni tekshirish kerak deb o'ylaysiz? Menimcha endi yoshmiz-ku. Menimcha ota-ona bilan maslahatlashish kerak birinchi o'rinda. Chunki siz o'zingiz orzungizni ba'zan o'zingiz ham bilmaysiz. Qayerga qarab ketayotganingizni o'zingiz ham yaxshi bilmaysiz-da. Ota-onalaringiz bilishadi lekin. Ular bilan maslahat, menga qanaqa ustoz kerak deb so'rasangiz, ular ba'zan bilmaydigan bo'lsa, hech bo'lmasa ko'ngli ochiq shunaqa odamga yo'naltirib yuborishadi, hech bo'lmaganda. O'zi taniydigan. Birinchi aytmoqchi bo'lgan narsam shu menimcha. Ustoz tanlamoqchi bo'lganda, bir narsani o'rganmoqchi bo'lganda, yaxshisi ochiqchasiga ota-ona bilan ota-onaga tushuntirib berib, mana shunaqa bo'lgim kelyapti, mana shunaqa qilgim kelyapti, kimga borib, kimdan o'rganishim kerak deb o'ylaysiz, hech bo'lmasa yo'nalish berib. Birinchi. Ikkinchisi, agar dostupingiz bor bo'lsa, shu siz programmist bo'lmoqchisiz, programma bo'yicha ekspertlarga bog'lanib, ulardan o'rganish kerak. Dostup bo'lmasa, endi har doimgidek universitetda borasizda, fanni bitta yaxshi fanni qattiq ushib olib, keyin professordan yo'nalish so'rasangiz bo'ladi. Chunki professor ham endi o'quvchi o'sishini xohlaydi-ku. O'zini shogirdi bo'lgandan keyin nima qiladi? Juda yaxshi. Keyingi savol o'sha AI haqida gaplashsak. Bugungi kunda AI juda ham ommalashib ketyapti. Har xil u bo'yicha savollar, har xil odamlar tushunchalar bor. Keling, boshdan boshlaymiz. AI o'zi nima? Oddiy odamlar uni qanaqa qarash kerak? O'zi u nima u narsa? O'zi sun'iy intellektni o'zi tavsifi juda oddiy. Sun'iy intellekt bu odamning intellektini kompyuterda simuleировать qiladigan dastur. Любой dastur yozsangiz, misol uchun odam siz intellektingizdan foydalanib, sizdan Chilonzorda mana bu narsani olib kelib bering desam, iloji boricha tezroq olib keling desam, yo'lni tezroqini topishga harakat qilasiz. Avtobus, metro, mashina orasida tanlash qarorlar qabul qilasiz. Mana shu intellektingizdan foydalanasiz-ku. Shu narsani agar kompyuterda kodini yozib bersangiz ham, odamning natural intellektini sun'iy versiyasi bo'ladi shu. То есть men demoqchi bo'lganim, sun'iy intellektni официальный tavsifi bu odamning intellektini kompyuterdagi versiyasi. Endi intellektda anaqa определенияlar ko'p endi. Ichida odamni ko'rish anaqasi bor, obyektlarni aniqlash anaqasi bor, yoki xayolni ovoz qilib chiqarib berish, speech generating speech, yoki matn yozib berasiz, to'g'rimi? Generate qilib berasiz. ChatGPT shu yoqqa kiradi. Problem solving, muammo yechish. Sizga men agar mana tuzilmagan labirint yo bir narsa o'yin bersam, tuzib berasiz shuni, tushunib problemani. Endi uni sohalari ko'p. Birinchi savolingizga beradigan javobim, odam
intellektdan foydalanib bajaradigan ishlarni agar kompyuter simulировать qilsa, o'shani sun'iy intellekt deyiladi. Endi keyin savol so'radingiz. GPT sun'iy intellektmi, sun'iy intellekt emasmi? Ko'pchilik shuni ham bir xil sun'iy intellekt emas, kimdirlar sun'iy intellekt deb oladi. Shu ma'noda. Yo, sun'iy intellekt, sun'iy intellekt. Hozir kompyuter o'zi ham ChatGPTni chiqarib tashlasangiz ham kompyuter ichida ham intellekt bor. Sizni oddiy kalendaringizda siz bandmisiz, yo'qmi, siz o'shanga qarab turib fokus rejim qo'shib qo'yadi. Telegramdan оповещение kelmaydi. U ham intellekt. O'zi shu sun'iy intellektlar qachondan yaralisha boshlagan bu narsa? Sun'iy intellekt balki 20-asr boshidandir. 20-asr. Elektronniy device apparatlar chiqib boshlagandan chiqib boshlagandir. U sun'iy intellektni ichidagi algoritmlarni birinchi kelib chiqishini o'rgansangiz, bu tarix juda uzoq. Matematiklar o'sha paytidan boshlab hozirgi industriyaga chiqayotgan narsalarni уже planlar qilishgan. U matematически bilishgan ular. Asrlardan oshgan уже, boshlangan. U oshib ketgan. Hozir endi prosta devicelar kuchayib ketgandan keyin, infrastruktura yetib kelgandan keyin tayyor-ku infrastruktura. Shuning uchun endi ko'rina boshlayapti ko'zimizga. U ancha oldindan keyingi sun'iy intellektning o'z asosi nima bo'ladi u yerda? Ishlash prinsipi qanaqa ishlaydi? Shu ham odamlarga baribir qiziq. Nima asosda u qarorlar chiqarib beradi? Qanaqa qilib ishlaydi? Shu jihatlarga ham e'tibor berib gapirsak. Oddiy bitta umumiy javob qilib beradigan bo'lsam, bu matematika, statistika, linear algebra, mana shularning asosida agar shular asosida qurilgan dasturiy tuzilma. Bu sun'iy intellekt. Sun'iy intellektni biza oladigan rezultatimiz biz o'zimizni qilayotgan ishimizni osonlashtirib beradigan o'sha apparatda. Sun'iy intellekt shunaqa apparat biz uchun. Siz bitta javob bera olmayman. Oddiy. Qurilish asoslari bu fanlar bilan. U qattan misol uchun deylik, qanaqa qilib savol bersa, qaror qilib chiqarib, misol to'g'ri qarorlar chiqarib beryapti. Shu odamga baribir ichki tuzum qanaqa qilib bu ishlaydi, mexanizmlar degan narsada. Sizga bo'lmasa bitta misol qilib aytib bera qolay. Savol sun'iy intellekt qanaqa qilib odam yechadigan muammolarni o'zi yechyapti. Qanaqa qilib yechyapti bu? Qanaqa yechyapti? Shu savolda. Misol qilib keltirishim mumkin. Mana misol uchun odamni ko'rish, obyektlarni aniqlash, computer vision deyishadi. O'sha sohadagi sun'iy intellekt modellarini qanaqa ishlashini bitta misol qilib keltirib aytay. Sodda til bilan aytganda, biza tasavvur qiling, hayvonlar to'da bo'lib turgan joy, rasmlar ko'rasizda orasidan mushukni top deydi-ku. Misol uchun shunaqa joylarda ham oddiy kundalik hayotimizda bo'ladigan mashina haydayotgan bo'lsangiz, pоворotni ilib qolishingiz kerak, qayirib olishingiz kerak. O'shani kompyuter qanaqa qilib topadi? Shu joyini aytay. Surat kirib kelganda, misol uchun surat xuddi ko'zimizdan kirib kelganda miyaga input qilib beriladi-ku. O'sha joyini kompyuterda suratni raqamlar bilan ifodalash usullari bor. Rasm shirinasiga va balandligiga har bitta piksel uchun raqamlar bilan ifodalangan-ku. Birinchi piksel qora bo'ladi, keyingisi qizilroq bo'ladi, keyingisi sariqroq bo'ladi mushuk uchun. Qaysidir joyga borib, keyin ko'zi shakli, keyin quloqning shakli. Shu rasmda kompyuterdagi shakli bu raqamlar. O'sha raqamlarni siz sun'iy intellekt modeliga berganingizda, sun'iy intellekt miyada bo'ladigan prosessni simulировать qiladi. Qanaqa simulировать qiladi? O'sha raqamlar kirib kelganda birinchi liniyalarni ajratib oladi. Misol uchun siz aytaylik, qo'ylarning rasmining orasida bitta mushuk turibdi, shuni topib olishingiz kerak. O'sha modelda qirralaridan, o'sha suratdagi qirralardan, o'sha ranglar bo'yicha qirralarni aniqlab olsa bo'ladi-da va anaqa aylanma shakllarni ajratasiz. Tasavvur qiling, qo'yni qulog'i shalpaq bo'lib turadi va mushuklarniki bo'lsa tik turadi-yu. Qulog'i bilan ajratib olsangiz bo'ladi. Misol uchun. O'sha sun'iy intellekt modeli ham surat kirib kelgan paytida shuni o'sha qirralarni bir-biriga taqqoslagan holatda bu qo'y emas, mana shu joyda mushuk turibdi deb aytib bera oladi-da. Endi boshqa sohalari ham bor sun'iy intellektda. Sohalari juda ham ko'p. Logika bor. Logika. Oddiy bitta misol, sizga studentlarni bo'sh vaqti bo'lmaydi degan bitta ma'lumot beraman, keyin Jasur student deyman. Keyin sizga bermagan bitta ma'lumotni sizdan so'rayman. Jasur bo'sh vaqti bormi yo'qmi deb so'rayman. Hamma yo'q. Studentlarning bo'sh vaqti bo'lmaydi.
bo'lmaydi. Jasur student. Jasur student. Jasur bo'sh vaqt bormi yo'q? Bo'sh vaqt bo'lmaydi o'zi. Bo'lmaydi-da. Bo'sh vaqt Siz bo'lmaydi. ikkita ma'lumot bir-biriga bog'lab chiqarib bera olasiz. Kompyuterda shuni ham ifodalasa bo'ladi. Bu ham sun'iy intellekt. Bu qanaqa qaror qabul qiladi? O'sha siz beradigan umumiy qoidalarni siz logika, matematikadagi ifodalar bilan ifodalab olsangiz bo'ladi. Rule deydi uni. O'sha rule bilan ifodalaysizda odamlar bilan bo'sh vaqtni bir-biriga qoida qo'ya olasiz. Studentlar bilan. Student bo'lsa, значит, u odamni bo'sh vaqt bo'lmaydi. Keyin men sizga boshqa ma'lumot beraman. Jasur bu student deyman, a? Mana shu ikkita ma'lumot xuddi anaqa puzzle. Nima edi? Mozaika. Mozaikani xuddi bir-biriga ulab olgandek qilib turib, yechib berasiz. Bu qidiruv algoritmlari bor kompyuterda. O'sha qidiruv algoritmlari bilan qidiruvda xato bo'lishi mumkin. Dasturlashda shunaqa o'zini atyortiklar kulichlari bor. Dasturlashda o'sha matematiklar ifodalab bergan rule va o'shalar bilan men siz hozir miyangizda ishlatgan logika bor-ku. Endi u ham intellektni bir ifodasida. O'shani dasturda ifodalab bersa bo'ladi. O'sha bilan kompyuter men sizga berganda savol javob beryapsiz-ku. O'shaqa javob berishi mumkin. Bu ChatGPTning ichida ham ichini detalni o'rganib chiqqanim yo'q, lekin bo'lishi kerak u. Menimcha bor. Har birida bor. Menimcha bor. Bu bitta usuli, bitta qismi, yana bittasi odamni ko'rishi, endi yana gapirish bor. Biza qanaqadir yo'llar bilan, magический yo'llar bilan mimika balo ovoz chiqarib beramiz, ovoz generatsiya qilib beramiz. Til juda ham anaqa bo'ldi. Buni rezultatini o'zi просто anaqalar-ku, valnalar-ku. O'sha valnalarni ham yasab beradigan modellar bor. Valnalarni raqamlar qilib ifodalab beradi. Mana shularni kimlar yaratadi? Uni shu narsalarni kimlar matematiklar qiladi? Buni konseptini, loyiha qanaqa qilib o'sha odamni intellektini kompyuterda ifodalasa, kompyuterda emas, to есть raqamlar bilan ifodalab turib, bitta ma'lumot kirib kelganda boshqa ma'lumotga o'girib berishimiz mumkin. Umumiy mana shu shaklga olib kelsa bo'ladi-da. Intellekt problemalari. O'sha matematiklar ifodalab loyihasini chizib berishadi. Dasturiy injenerlar, computer scientist deya qoling. Computer scientist nima bo'ladi? Dasturiy injener bo'lmaydi. Computer scientist degani o'zbekchasi muhandis, kompyuter muhandisi matematikada berilgan loyihani keyin kodda ifodalab beradi. Biz universitetda o'rganadigan narsamiz shu. Computer science deganda biz shu narsani o'rganamiz. Biz matematikani o'rganib, qanaqa qilib kodga o'girishni o'rganamiz-da. Yasab berish. Loyiha qismi matematiklik qilib berishadi. Yana hamki sun'iy intellektda ham ikkita sohasi bor-da, applied bor. Keyin anaqa bor, theoretical bor. Ular nima ular? Chunki teoriyasi, anaqa asoslab IT ni ikkita turi bor dedim. Hozir oddiyroq tilda gapira qoling. IT sohasini ikki xil qismi bor dedim. Bittasi dedim, sun'iy intellektni qo'llanilishi dedim. IT dedim men, uzr. Sun'iy intellektni ikkita qismi bor dedim. Sun'iy intellektni bittasi qo'llaniladigan sun'iy intellekt har xil sohalarga, ikkinchisi bo'lsa sun'iy intellektni teoriyasi, konseptlari. Bittasida siz men oldin aytdim-ku, odam intellektini qanaqa qilib matematik unaqalar bilan ifodalab bersa bo'ladi dedim-ku. Bali. O'sha har xil odam intellektini ifodalash ustida ishlaydigan soha o'sha. AIni teoretik AI. Ya'ni o'sha matematika konsepsiyasini qurib beradi. Matematika o'tib ketasiz bu yoqqa. Applied bo'lsa, o'sha siz kodlar bilan ifodalab meditsinada qo'llaysiz. Yoki edtechda, educationda qo'llaysiz. Yoki mana securityda qo'llaysiz. Xavfsizlik saqlashda qo'llaysiz. Bu qo'llanilish ikkita sohasi bor. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, gapingiz bo'ldi. Sun'iy intellekt yaratishda bizga ikkita mutaxassis matematik bilan dasturchi kerak bo'ladi. Shunaqa. Dasturchi kerak bo'ladi. Qo'llash joyigacha olib borish uchun ikkalasi kerak bo'ladi. No, asosiy baribir asosiy ishi matematiklar qiladi. Uni olib bunga qilib beriladi. Shunaqa. Odam ishlab yaratiladi. Shunaqa. Bitta programmist o'zi bu narsani hal qila olmaydi. Shunaqa programmist o'zi ham в принципе qay darajadadir matematik. Просто universitet paytida eshitmaydi. Universitet paytida eshitmagan matematik. Universitetda yaxshilab eshitsa, ikkalasi ham bo'lib qoladi o'zi. Ana matrica, cosin, sinuslar ana shu joyda kerak. Eshitdinglar, shu joyda kerak bo'ladi. Shunaqa. Shu joyda kerak bo'ladi. Qobuljon aka, sizni suhbat chaqirish jarayonida sotsiyetlaringizda, LinkedIningizga ko'rib chiqqanda bir maqola yozgan ekansiz. AI hozir tayyor emas degan.
Shu maqolaga ko'zim tushdi. Post. Shu post yozgan ekansiz. To'g'ri. Nimaga tayyor emas? Nimani nazarda tutgansiz? Juda qiziqdim. Yangi mutaxassis bo'lsa, hali tayyor emas. Bo'lishi mumkinmi? Mayli. Tashlab ketsa bo'lmaydi. Ayol ja qiziq chiqqanda o'sha ham. Bu anaqa o'zim dasturlashda ishlashga harakat qilyapman hozir. Hozir dars beryapman-ku. Ha. Dars bergan bilan bir vaqtda dastur injeneriya ham qilyapman o'zim. Komanda bilan ishlayapman-da, shu joyida oqsayapmiz. Hali aytdim-ku, oqsayapti, ishimiz oqsayapti. O'sha joyida kursor hozirgi sun'iy intellektdan foydalanadigan instrumentlar bor-da. Tezlashtirib beradigan, ChatGPTga o'xshaydigan dastur injeneriyani tezlashtirib beradigan instrumentlar bor. O'sha instrumentlarni foydalanib men o'zim xohlagan golgacha tezroq yetib borish xohlayapman-da, qilyapman o'sha narsani. Va sun'iy intellektni orqasini ham, men konseptini ham o'qiganman-da. Qanaqa ishlashlarini bilaman-da. O'shanga keyin nafaqat konsept qismini qolib ketdim-da, endi bu tarafida ishlatiladigan joyiga o'tib ko'rdim-da o'zim. Klient bo'lib ko'rdim. O'sha sun'iy intellekt modellarini klienti bo'lib ishlatib ko'rsam, men xohlagan anaqa soобщениyalarni beryapti menga. Ko'rinishini chiroyli qilib meni rozi qilyapti-yu, lekin orqasi kodiga o'tib qarasam, biz tashyapti. Vibe coding deyishadi hozir. Ha, jamolashib ketdi vibe coding. Просто так, что men o'sha sun'iy intellekt modelidan so'raydigan, meni qondirish uchun javob beraveradi. Bo'ldi qilyapman deyaveradi-da. Hozir o'sha instrumentlar sun'iy intellektdan foydalanadigan. Lekin dasturiy software engineeringda kerak bo'ladigan aniq prinsiplar bor. O'sha prinsiplardan clean code misol uchun oddiy bitta narsa, OOP prinsiplar bor. O'sha prinsiplardan anaqa qilmasangiz, dastur 2 yildan keyin o'sha yangi feature qo'sha olmay qolasiz-da, qotib qoladi. Demak, soddaroq tushuntiradigan bo'lsak, sun'iy intellektlar kod yozib beryapti, programmalarni yaratib beryapti-yu, no toza ish qilmayapti, toza yozmayapti. Umumiyroq, meni to'g'ri aytyapsiz-ku, aniqroq javob beradigan bo'lsam, sun'iy intellekt hozirgi biza sun'iy intellekt deganda odamga o'xshab umumiy bitta sohadagi emas, umumiy sun'iy intellekt nazarda tutyapmiz-da. Odam aqlli mavjudot-ku. Men sizga bitta ish qilib ber desam, hamma tozaligiga e'tibor berib qilasiz. Keyin ish qilib hamma narsasiga e'tibor berib qilasiz-da. Sun'iy intellekt unaqa emas. Bitta soha bo'yicha zo'r bo'ladi. Даже generik degani ham. Misol uchun soddaroq osh pishirib ber desa, oshni eng zo'rsini qilib berish mumkin, uni oshxonani hammasini bardak qilib tashlaydi. Shunaqa qolgan bardakni qilib tashlaydi. U oshxonani o'zini qonun qoidalari bor-da. U ba'zilarida shu darajaga yetib boradiki, yozilmagan qoidalar bor-da. U kundalik hayotimizga u sun'iy intellekt kirib kelish uchun yozilmagan qoidalarni ham bajarish kerak-da. Yaxshi ishchi bilan yomon ishchining farqi ham shunda. Yaxshi ishchilar hamma qoidalarga bo'ysungan holatda chiroyli tekis qilib qiladi-da. Sun'iy intellekt bo'lsa, hozir men so'rayapman-ku, meni qondirishga harakat qiladi-da. Orqadagi anaqalarni ishni bajarish uchun xohlaganini qiladi. Shu menda shu впечатление paydo bo'ldi. Generik qilishga harakat qilish, generik degani umumiy sun'iy intellektni yasashga harakat qilishyapti hamma. Hozir o'sha OpenAI ham hozir shuni ishlatyapmiz-da. Biz o'zimiz qilayotganimizni qo'yib turing. Dunyodagi eng topoviylarini hozir ishlatib ko'rayotganda, ularning produktini ishlatib ko'ramiz-da. Cloud Sonnet hamma programmistlar maqtaydigan model shu. Cloud Sonnetdan agentlar chiqib kelgan. Shu agentlarni ishlatsangiz ham, u ham biz tashlaydi-da. Bu qachondir ham bu bir-biri bilan tenglasha oladimi? Deylik, hozir aytdik, baribir tartib qaysi sun'iy intellekt qaysi bir featureda zo'r, no qolganlarni ham qamrab oladigan darajagacha yetib keladimi? Nima deb o'ylaysiz? Teoretik, chunki odam bilan tenglasha olmaydi. Odam bilan menimcha hech qachon tenglasha olmaydi. Lekin qay darajadadir odamga foydali bo'lib, umumiy qoidalarga ham qay darajadadir baribir odam kerak bo'ladi. Nima jihatlama odam bilan tenglasha olmaydi? Shu to'liqroq yoritsa yaxshi mavzu. Ko'pchilik o'ylaydi, jon kuydirish mayli. Misol uchun sun'iy intellekt hozir eng ko'p hamma og'zida sun'iy intellekt odamlar o'rnini egallab oladi, ishsizlikni keltirib chiqaradi. Tuding, mana shunaqa ko'p qo'rquv bor. Nimani hisobiga odamlar uni egallay olmaydi? Odamlar o'zi ishonyapti, hozirgi sun'iy intellekt meni o'rnimni, meni ishimni olib qo'yadi degan ishonch bor. Siz mutaxassis sifatida aytyapsiz, odamlar o'rnini egallay olmaydi degan narsani qilyapsiz. Qanaqa jihatlama misol uchun?
ishini yaxshi bilmaydiganlar egallaydi. Ishini yaxshi bilmaydiganlar o'rnini egallaydi. U chunki AI ham ishini uncha yaxshi bajara olmaydi, odam uncha yaxshi bajara olmaydi. AI arzonroq qilib beradi. U joyida ham qiladi. Endi odam mana aytmoqchi bo'lgan narsamni agar dakancha tushuntirib bersam, bu odam o'z o'rganish jarayonida xato ko'p qiladi-ku, tushunmaydi. Keyin qachondir 1 yil davomida, misol uchun bitta kompaniyaga kirib ishlaydigan bo'lsangiz, o'sha ish 1 yil davomida nimalarni qanaqa qilish kerakligini ma'lumot to'playsiz-da. Sun'iy intellektda ham teoretически o'shanaqa yo'l bor. Feedback olish mumkin, anaqa feedback. Kommentariya, feedback. No, menimcha tushunishadi feedback olish joyi bor-da. AI sun'iy intellekt ham reinforcement learning bitta shunaqa texnikasi bor. Modelni o'sha odamdan o'rgangan holatda qay darajadir yaxshi bo'lib yetib kelishi mumkin-da. Shu joygacha borish mumkin. Uzoq vaqt kerak. Keyin model yana nima uchun odam egallay olmaydi deyapman? Chunki sun'iy intellektni qurilish fundamenti matematikada berilgan bir qismini aytyapman. Eng kuchli bo'lgan qismini aytyapman. Deep learning deyishadi. Bu odamdagi biologik neuronni kompyuterdagi eng sodda qismini ifodalangan versiyasida. Miyada u xudo biladi nimalar bor miyada. Bu biologik odamni anaqasi возможности juda ham katta-da. Unda asnosida qurilgan matematik bu uprashonniy narsa-da. Men sizga hozir bitta misol uchun Lamborghini bersam-da, sizga keyin mana shunga o'xshaydigan bitta narsa qurib ber desam, Lamborghinining orqasida turgan anaqa quruvchini bilimini bilmasdan turib Lamborghini yasab bera olmaysiz-da. 100 yildan keyin qilib berishingiz mumkindir balki. 100 yil yashasangiz. To есть demoqchi bo'lganim, odamning biologik anaqasining asnosida qurilgan bunaqa sodda narsa qanaqa turib odam qiladigan narsani qila oladi. Bu logichniy ham emas. Bizning miyamizdagi bunaqa bo'layotgan kapasitini simulyat qilib, prosta odamlar anaqaroq, nima edi? Erinchoq. Odamlar erinchoqroq o'sha bilim olish. Keyingi rivojlanishda, misol uchun, baribir ko'pchilik sun'iy intellektga bog'lanib qoldi-yu. Bog'lanib qolsin. Ishlatadi, sun'iy intellekt ishlatadi odamlar. Sun'iy intellekt zo'r bo'ladi-ku. Dasturlar shuning uchun ham software engineering shuning uchun ham kerak-da. Software engineeringda foydalanuvchini ishini osonlashtirish uchun dastur yasaysiz. User centered designda. O'shanga mana bu software model ham sun'iy intellekt ham software dastur. O'sha sun'iy intellekt ham agar to'g'ri anaqa qilinsa, bizga yordam beradi u. U dasturchilar o'zini mana bu bilamiz buni. Mundane tasks deydi. Manaqa har kuni o'zi biladigan qiladigan ishlarni tezda qilib berib o'sha joyda ishlatib tursangiz bo'ladi. Как бы yangi o'rganayotgan studentlarning ishi qiyinlashadi menimcha, lekin u chunki studentlarga уже сразу spros kamayadi-da. Yangi o'rganayotgan student ko'p bilim olish kerak bo'ladi. Industriyada kerak xodim bo'lish uchun. U chunki sun'iy intellekt уже arzonga, почти tekinga ham Bolt News saytlar tekinga qilib berishadi-ku. Bu mana shu yerda studentlarga bosim tushadi. Lekin yana ham aytayotganim, nima uchun replace qila olmaydi? Teoretik replace qila olmaydi, chunki bu odamning miyasini asnovasida qurilgan juda uprashonniy narsa-da. Velosipedni oddiy versiyasini yasab berish mumkin. Men McLaren bersam, yasab ber debda. Bizda McLarenmizda. Shunaqa odam o'zini dakancha o'rganmagan-ku. Miyasi qanaqalagan? Bu tarafdan egallolmaydi. Qanaqa qilib? Teoretik mumkinmi? Yoki birorta undan so'raylik, nima edi? Andrey Karpatiyga o'tirsin-da. O'sha Andrey Karpatiy aniqlashtirani qilib, u sun'iy intellektda anaqasi paxana. Eng katta anaqalardan bittasi shu. U odamning fikrini ham olaylik. Meni fikrimcha u odam ham shunaqa deydi. Kuzatuvchilarimizdan ham so'raylik. Kim sizlar nima deb o'ylaysizlar? AI misol uchun odam o'rnini egallay oladimi, egallay olmaydimi? Qaysi xatlama qiziqroq bo'lsa, shu kommentariyaga yozib ketinglar. Bir ko'rib o'rganib chiqamiz uni. Misol uchun mana bir har xil videolarda ko'rilyapti, misol uchun o'sha AI robotlar yaqinda bir ko'rganimda dehqonchilik, ya'ni shu krop, kashni shu narsalarni o'stiryapti-da. O'sha bundoq qarasa o'stirishlarga ham o'sha e'tibor beryapti-ku. Bu jihatlamada shu taraflama egallab oladimi degan tushunchalar bor. Misol uchun AI mana research qilgani shu, ya'ni videolarda ko'p joylarda chiqib qoldi. Misol uchun kombaynlar o'zi yuradi. Kombaynlar yurib o'zi o'stiryapti yoki ochig'iga mana bir ko'rganimda Ronaldo robot AI lar bilan futbol o'ynayapti. Как положено odamdek o'ynayapti-da.
bundoq qarasa shu baribir shu taraflama rivojlangan sari egallab oladimi degan menda bir yo bor. egallashga egallaydi. Egallashga egallaydi. Hozirgi ish o'rinlari meni fikrimcha hozirgi ish o'rinlarini qay darajadadir egallaydi. Nechidir protsentini kompyuterli odamlarni o'rniga kompyuterli qilib boshlaydi, lekin xuddi o'sha odamlar endi sun'iy intellekt qilayotgan ishga o'tirmasdan yoki sun'iy intellekt mashina deb tasavvur qiling, mashinani artib yuvib mo'yka qilishadi. Misol uchun mashinani ustini artib, mashina o'zini ishini qilaveradi, odamlarni tashaveradi. Endi odamlar arava bilan tashimaydi-da. Yoki endi odamlar velosiped kattasiga joyini o'sha yoqqa yuk olib tashamaydi-da, mashina bilan. To есть menimcha sun'iy intellekt kombaynlar ham, fermerlar yoki o'sha teradigan odamlar endi kombaynlardan foydalangan holatda tezroq terishadi. Yoki baribir ketadi, anaqa emas. Ish o'rinlari hozirgi ish o'rinlarini endi egallaydi. Misol uchun o'sha odamlar hozir nima ilmni o'rganish kerak? Oddiy misol deylik, misol oddiy taksist olaylik, eng sodda ish. Deylik, meni ko'rishim bo'yicha bir 5 yil, bir 10 yildan keyin o'sha juda ham ommalashib ketadi. Bespilot, ya'ni shofyor bo'lmaydi, taksist o'zi yuraveradi. Ular deylik shu taksistlik kasbini saqlab qolish uchun nimalar ilmlarni o'rganish kerak? Misol uchun ertaga yashab ketishi uchun. Misol uchun ko'pchilik shu taksistlikka bog'langan. Bir 5 yildan keyin, deylik 10 yildan keyin O'zbekistonni ham polni egallab oladi, shofyor yo'q taksistlar. Ular yashab qolishi uchun nima ilmni hozirdan o'rganib olish kerak u odamlar. Boshqa dehqonchilik ham misol uchun rivojlangan. O'sha Xitoylarda, chetlarda o'sha robotlar ekyapti. Robotlar ekyapti bu narsalarni. Men agar misol uchun fermer bo'lsam yoki taksist bo'lsam-da, taksi bo'yicha to'g'ri Amerikalarda уже keyin Xitoylar ba'zi joylarda ham o'zi yuradigan mashinalar chiqqan. O'zi yuradigan. O'zi tashab anaqa Elon Musk ham yaqinda anaqa qildi, tipa mashina sotib olsa, tipa bo'sh vaqtida o'zi taksi qilib pul ham ishlab beradigan mashinalar o'ylab topgan. Shunaqa konsepsiyani bergan. Bir eshitganimda, adashmasam shu Elon Muskda, o'sha Tesla kompaniyasida. Tipa mashina sotib olasiz, sizni uyga borib o'sha ishxonangizga siz uchun ishlaydi. Qolgan bo'sh payt parkovkada turganda, parkovkada turmaydi, o'sha taksistlik qilib pul ishlab keladi sizga. Bu yoqqa konsepsiyalarni ham o'sha berishyapti. Men bu yerda ozgina bilimim yetmaydi. Men shu joyda taksi sohasida menimcha Yandexda ishlaydigan birorta Yandex ML School deganlar ochilgan. O'sha odamni ham bir podkastga chaqiringda. U odamdan so'rang, uni odam fikr bo'ladi. Menimcha oqim bilan ketaverish kerak. Birinchidan men xayolimga kelgan bor fikrni aytay. Bemalol oqim bilan ketaverish kerak. Yandex programma chiqdimi? Odamlar bilan muloqot qismini soddalashtirib beryaptimi? Taksistlar o'sha odam bilan qilib beradigan joyini qo'yib yuborish kerak kompyuterga. To есть o'sha sun'iy intellektdan foydalanish kerak endi bu yog'iga. Muloqot qismini qo'yardim, olib qo'ysin nima? Suhbat qismini olib qo'ysin. Uni ishi tashishku hozir. Tashishlikni ham olib qo'ysa-chi? Shu joyiga Yandex ML School'dan so'rash kerak. Shu joyida. Chunki yo'l bor, u iloji bo'lishi mumkin emas. 100% ham olib qo'ya olmaydi. Hech bo'lmaganda mashinani zo'r tushungan odam, taksichilar ham mashinani tuzatishni o'rganish kerak. 5 barmoqdek bilishadi. 5 barmoq deyishadimi? 5 ta barmog'idek bilishadi. U mashinani robotlar haydab yurgan robotlar uni bilmaydi. Buzilib qolsa qotib qoldi joyida. Mashinachilik hech bo'lmaganda shuni bilishadi. Hech bo'lmaganda emas, eng muhim narsalar ham shu o'zi. Programmistlar ham o'sha frameworklarni tagi qanaqa ishlayotganini biladiganlar bor-ku. AI'ni ishlatib yuboradi-da, lekin kerakli joyda to'g'rilab qo'yaveradi-ku. Programmistlar ham. Bu endi dasturiy injeneriya sohasining ichiga kirib misol keltirib aytib taksichilikda mashinani zo'r qiladigan odam ichini toza saqlaydi. Может, misol uchun mashinalar ichini toza saqlamas. U qanaqadir uchun tozalab o'tiradimi borib turib. U vazifa uski bo'ladi. Juda, u mashinani yana uzoq vaqt davomida keyin bu davlatlar chiqarib tashlasin, bu self driving karlarni javob kelyapti, paydo bo'ladi. Self driving karlarni chiqarib tashlasa, hamma joyda self driving kar bo'lsa, uni tozaligini kim qilib beradi? Unga bitta organizatsiya qo'yib turib, butun hamma viloyatlarda borib tozalab beradi bo'laysizmi? Men hozir bu taraflar ham bor-da. Bu mashinalar buzilishi bor, maintenancelar bor, ustachilik yetmaydi, ustalar o'zi yetmaydi. Может, o'sha mashinalar sun'iy intellekt ishlamay qoladigan paytida odamlar borib turib haydab, nima qilib olib keladi.
haydab olib kelib usta bilan ishlab turib balki o'zlari anaqa turib balonni kim alishtirib beradi ichida kompyutercha tip etib sakrab turib balonni eshitib qilmaydiku mabodo agar anavi paydo bo'lib qolmasa magnitli yerdan levitate qiladigan uzilib turib yuradiganlar paydo bo'lib qolmasa real hayotga qo'llan bir qismichasini olishi mumkin bemalol urishsa bo'ladi boks qilsa bo'ladi AI bilan konkurensiya qilib ketaveradi bitta qismini qilishi mumkin 100% dan 10% qilish 90% hali o'zimizda qilolmaydi ham menimcha yana ham bilmadim ko'raylikchi ya'ni rivojlanishda shunday intellekt zo'r narsa faqat o'zimiz ishimizni qilishda osonlashtiradigan qismlarni olib hamma odam mani fikrimcha meditsinada ham agriculture fermerlar ham taksistlar ham hammasi sun'iy intellektni qanaqa qilib men o'zim ishimni osonlashtirish uchun ishlatsam bo'ladi ChatGPTni savol so'rab Yandex taksidan yo'l so'rab odamlar bilan pul kelish qismini kelishtirib yuborib shunaqa qilib menimcha oqim bilan o'rganib ketaverish kerak programmistlar уже qilyapti uni hamma urib yozdiryapti o'zi programmistlar oshib ham ketgan u tarafiga o'zi kod yozmayapti GitHubda kuzatib turaman ba'zi katta kompaniyalarda ishlaydiganlar даже review kodni anaqasi bor kачествосini tekshirish anaqasi bor shu joylarda ham sun'iy intellekt bitta instrumenti bor Copilot deydi o'sha qilib beryaptida odam просто kelib turib knopkani bosyaptida programmistlik taraflama nimasini anaqa qilish kerak qanaqa skilllarni programmistlar AIni o'rganaversa bo'ladi уже programmistlar software injener matematiklarda shu bitta kamchiligi bor matematiklar software injener emas software injenerlar bo'lsa matematika qismini qay darajadir boru lekin eshitmay qolgan darsga kirmagan o'shanga sekin endi bu tarafga o'tirsa bo'ladi bu tarafga sekin o'tib menimcha programmistlar qilishyapti hozir kim bilan gaplashsam o'rganishyapti matematika qismini matematikasini o'rganib statistikasini o'rganib sohalarga узкий sohalarga dasturni aqlli qilib olish uchun burib oladigan programmist kerak bo'ladi keyin hali aqlli dastur chiqa boshlaganda узкий sferaga sun'iy intellekt tatbiq qilib ber degan sпросlar ko'payadida o'shani qilib bera oladigan bo'lish uchun konseptini o'rgansin уже haligi chet ellarda chiqqan Amerika va Xitoylarda chiqqan frameworklar bor-ku o'shalarni qanaqa ish bo'lmaganda qanaqa qilib qo'llash uni o'rganib bo'lsa ya'ni keyin konsepti uni qurilishi qanaqa open source proyektlar bor-ku nima open source nima hozir aniq bilmayman qarab chiqishim kerak o'sha open source proyektlarni keyin kodini o'rganib chiqib matematikaga qaytib shuni aytgan bo'lardim hop yuqorida aytdingiz aqlli dasturchi degan fikr o'zi aqlli dasturchi qanaqa bo'ladi sizni kriteriyangiz bo'yicha nima talablarni bajarsa siz aqlli dasturchi ekan deb hisoblaysiz aqlli dasturchimi dasturchi aqlli dasturchi menimcha bagni xatoligini root cause'ni to'g'ri topib to'g'ri yechim bera oladiganini aqlli dasturchi degan bo'lardim qolgan yangi baglar yangi muammolar keltirib chiqmagan holatda yechib beradigan odam xuddi bu savol anaqada boshqa sohalarda mashina ustasi qaysi bir aqlli mashina ustasi men dashbordimda agar bir narsa migat qilayotgan bo'lsa buni to'g'irlab ikkinchisini buzib qo'yadigan odam bu aqlli bo'lmaydi bitta ma'lumot keng kerak shuni aytgan bo'lardim dasturiy muhandis savoliga aytadigan bo'lsak aqlli dasturiy muhandis menimcha foydalanuvchi уже u dasturchi ichiga kirib ketib qoladida dasturiy muhandis aqlli dasturiy muhandischi bo'lsa u foydalanuvchini perspektivasidan o'sha dasturni foydalanuvchini muammosini qay darajada yechyapti o'shani o'zi evaluate qilgan holatda odatda qo'shimcha odamlar kerak bo'ladi bu yoqqada produkt officer deydi o'shalarning o'rniga dasturchi ham borishi kerak edi tushunish kerak dasturchi foydalanuvchini tilini tushunadigan va foydalanuvchi xohlagan narsani o'zini apparatlari bilan yasab bera oladigan odam shu aqlli degan bo'lardi injener keyingi bitta savol siz Koreyada men o'qib keldim magistratura AI bo'yicha doktorskiga yoqladingiz qanaqa qilib misol uchun AI sohasini tanladingiz misol uchun hozir misol uchun deylik sizni tengdoshlaringiz endi AI misol programmistlar bo'lishi mumkin endi AI ga kirib endi AI o'rganayotgan bo'lishi mumkin-da siz o'sha paytda qanaqa qayerdan fikr keldi men davay shu AI yo'nalishini o'qishim kerak ekan shuni o'rganishim kerak ekan degan fikrlar qarorlar qanaqa qilib chiqardingiz u narsani manda man plan bilan
polni plan bilan qilib kelayotganim yo'q. Reja bilan mana bu dastur o'rganaman deb kirib, dastur ichida AIni u yoshligimni plan qilganim yo'q. Xuddi dastur injeneriya qanaqa kirib qolgansiz degan dasturlashga men ustachilik qilayotgan joyimda bir joyini tushunmay qolib qiziqib kirib ketdim dedim-ku. AIga ham xuddi shunaqa kirib ketganman. U yerda Koreyada Inhada o'qiyotgan paytimizda bakalavr bu yerda oxirgi yilini Koreyaga borib o'qiganmizda, bitirish proyektini qilayotgan paytimizda o'sha paytida Koreyada neyronniy sech o'rganilayotgan ekan. U yoqdagi magistr, doktorlar o'shani ustida ishlayotgan ekan. Uni bilganim yo'q hali. Men o'zim qilayotgan bitta proyektim bor edi, bitirish uchun bakalavr oxirgi Koreyada bo'lgan paytimizda bitirish uchun qilayotgan loyihamda bir joyida ikki kishini kalendariga qarab turib, meni qilayotgan proyektim bunaqa edi. Ikki kishi uchun yo bir necha kishi uchun bitta eventni, sabitiyani planini qilish uchun nechidan nechigacha bo'lishini plan qilish uchun aqlli dastur yasashga harakat qilyotgandim. Shu ключевой слово aqlli. Hech kimni hamma bo'sh bo'ladigan vaqt va hammaga ma'qul keladigan vaqt tanlashga harakat qiladigan dastur yasayotgandim-da. Oddiy men u payti dastur injeneriyani, dasturlashni konseptlarini o'rganib chiqqan, for, if, while, konstruksiyalar o'shalarni o'rganib chiqib turib, qilsa bo'ladi deb o'yladim-da. Filtr qilib tashlaysiz, olib tashlaysiz, band vaqtlarni olib tashlaysiz, bo'ldi. Keyin o'sha joyda qidirsam, internetdan chiqib qoldi. Neyronniy sech odam tarixiga qarab turib chiqarib beradi. Futbol o'ynaganman. Oldingi futbollarni kalendarimni mash vaqtlarga qo'yganman. Statistika bo'yicha mana shu vaqtga qo'yishim shansi ko'proq. O'shani rekomendatsiya qilib beradigan anaqaga neyronniy sech ishlatilar ekan. O'shandan o'sha boshlangan sizda. O'sha joyda neyronniy sech bitta qismini olib turib prezentatsiyamga qo'shib yubordim. Haqiqatan qiluvdim ham keyin shu qay darajadir. Keyin yaqinda o'tib qaradim, tuzuk qilmagan ekanman. O'sha payt lekin chin dildan harakat qilganman-da. Shu payt eng zo'r, chunki hozir u AI degan narsa hozir odamlarning tilida-da. U 10 yil oldingi gap bu. Shunaqa 10 yil oldingi gap, haqiqatan. 2017-yil bo'lyapti. 2017-yil. Salkam 10 yil oldingi gap. AI u odamlar 2017-2016 o'sha paytlar. O'shanda nujdadan, to есть xuddi men dastur nimaligini qora qutidek bo'lib turib, umrga tushungim kelib kirib ketdim. Bu yoqda AI meni dasturimga kerak bo'lib qoldi-da. Men qo'llamoq qilmoqchi bo'lgan narsamga neyronniy sech qilib beradigan bo'lib chiqib qoldi-da. O'sha paytda bir kirib ko'rdim, keyin oldimda professor bor edi o'sha joyda. Oldin professorim aytib qoldi: "Sen bu narsani qilayotgan bo'lsang, bizda magistrlar shuni qilishyapti" dedi. "Keyin men seni tanishtirib qo'yaman" dedi. To есть sen qilmoqchi bo'lgan narsa, mana bu neyronniy sechdan foydalanib rekomendatsiya qilmoqchi bo'lgan narsang, o'sha bu yerda magistrlar uni ustida ishlayotibdi, katta narsa bu narsa dedi-da, qiziq narsa, zo'r narsa dedi. Shu bilan o'zi kirib ketilgan. Kirdim, yana dasturga qaytdim, unaqa bo'ldi, shunaqa bo'lib ketdi. Juda ham zo'r, o'zi ana hayotda o'zi ham to'g'ri urib qo'ygan ekan-da. Hayotda o'zi ham to'g'ri urib qo'ygan. Shunga aytyapman, oqim bilan ketavish kerak. Ana ular sovetlarni eshitish kerak. Odamlar sovet berishadi-ku. Inobatga olib, misol uchun keyingi savol bilan AI o'rganish davrida sizni eng hayratga solgan narsalar nimalar deb o'ylaysiz? AI o'rganayotganingizda. Birinchidan o'zi AIni o'rganishimdan oldin AIni rezultatini ko'rib turib hayratga tushdim. Qanaqadir rasm berganda mana bu tanayapti. Kompyuterda mashinani ichini umuman tushunmagan odam, avtomobil ichini umuman tushunmagan odam hayratga tushish kerak-da. Gazni bosib bunaqa qilgan payt qanaqa qilib burilib ketyapti-da. E'tibor bermaymiz-ku, lekin shunaqa hayron qoladigan narsalar. Keyin ba'zi qurilishda ishlatilgan apparatlar ham og'ir betonlarni tepada ko'tarib turadi. Mana bunaqa bo'lib turadigan narsa-da. Juda og'ir betonni burchagida ushlab turadi-da. Qanaqa qilib ushlab turibdi burchagida? Bu yoqda fantastika degan narsa yo'q-da. Fizika ishlayapti-da bu yerda. Mana bu yerda ham modellarda ham fantastika yo'q-da. Fantastika emas. Kimdir dastur yozgan. If-else'lar bilan biz tushunadigan if-else'larni tushunamiz. Bundan if-else'lar o'sha bundan qurilgan narsa-ku. Boshqa nimadan quriladi? Ovqat pishiradigan narsalar 4 ta 5 ta bo'ladigan bo'lsa, 6-chi narsa yo'q-ku. To'g'rimi? O'shani qarasam ishlayapti-da. Odamlarning yuzini kameradan olib turib taniyapti. To'g'rimi? Birinchidan o'shani ko'rib hayratlandim. Dastur injeneriyaning nimalar borligini tushungan buni qaraydigan bo'lsa, fantastika o'xshaydi. Ichiga kirib ko'rgandan keyin yana hayratlangan narsam juda chuqur, juda o'ta chuqurda. Har bitta dona sun'iy intellektni ichidagi sohasini chuqur tushunib olsangiz bitta sohani tushunasiz.
lekin o'shanaqa millionta soha bir-biri bilan ishlab rezultat chiqarib berayotganini ko'rasizda. Juda uzun sohada. Keyin mana shu narsani o'ylab chiqqan matematikalarni hayot boshini, miyasini o'ylayman, o'shanga hayron qolaman keyin. Qanaqa qilgan ekan? Qanaqa qilib bu millionta mana shunaqa narsani kuzatib, uzoqdan, balanddan kuzatib turish kerak edi. Bu narsani tushunish uchun tasavvur shunaqa chuqur bo'lishi kerak, to'g'rimi? Da. O'shani ichidagi bitta dona tenglamani ustida ishlayotgan odam tasavvur bo'lishi kerak-ku. Yoki men tushunmagan nimadir bor. Men matematiklar yoki o'zini dunyosida yashaydi-da, imенно mana shuni o'zini qiladi, oxirida bog'lanib qoladi keyin. O'zidan-o'zi kelib qoladi. Qanaqa? Men bilmadim. Yuqorida fikrlaringizni ko'rib turibman. Sizni bunaqa, misol, shunaqa muvaffaqiyatga erishishingizda qiziqishingiz juda katta rol o'ynagan ekan. Hozirgi yoshlarda, endi hammasida emas, ko'pchiligida qiziqish unaqa darajada yo'qda. Misol uchun mana deylik, qanaqa misol uchun shu deylik krallar qanaqa og'irlikni ushlab ko'tarib turgan ekan yoki qanaqa ishlar ekan degan qiziqishlar uncha men ko'rgan yoshlarning ichida ko'rmayapman. Shu nima sabab deb o'ylaysiz shunga? Ya'ni menimcha bitta ikkita bo'ladi, qanchadir odam orasida bitta qiziqadigan bo'ladi bir. Menimcha ketmayaptimi shu narsalar? Nimaga shunaqa bo'lib turibdi degan. Bu nimaga bo'lishi mumkin? Hozirgi chunki mana imini to'ldiradigan savolim, dasturlash sohasini o'rganib olganlar ham, misol uchun biz ham o'zimiz o'rgangan jarayonni ko'radigan bo'lsak, ichiga kirib o'rgangan. Hozir ko'pchilik o'sha AI-larga yopishib olgan, vibe coding bo'lib ketyapti. Ya'ni GPT-ga prompt yozadi, sразу qo'yadi, yaralyapti. Bu qanaqadir minusga olib ketib qolmaydimi bu narsa? Masalan, research jihatlarmi, boshqa jihatlarmi? 100% olib ketadi. 100% olib ketadi. Ishini tagini nima bo'layotganini bilmagandan keyin. Shu jihatdan keyin o'sha AI boyiga qaytsa AI egallab oladigan narsa bo'lib chiqadimi? Shunaqa bo'ladi. Bunaqa ishini tagini bilmaydiganlarni AI qachondir yaxshiroq bo'lib boshlaydi-da. Mana endi menimcha uni sababi yalqovlashyapmiz. Yalqovlashmaslik kerak. Og'ir narsadan qochmaslik kerak. Keraksiz deb o'ylab tashlab ketavermaslik kerak. U qilamiz, hammamiz shunaqa qilamiz. O'z menimcha ish qilayotganda, student dars olayotganda, men dars beryapman. Meni kasbim dars berish. Endi dastur injenerlik harakat qilyapman, shuni aniqlashtirib qo'yay. O'taman xudo xolasa yaqinda. Programmist, coding o'sha injeneriyaga o'taman xudo xolasa qilyapman. Mana dars olayotgan odam dars olayotgan paytida baho uchun qilmasin. Baho uchun. Dasturiy injener dastur yasayotgan paytida oylik olish uchun qilmasin. O'qituvchi ana qilayotgan paytda oylik uchun qilmasin. Nima uchun qilsin? Dars o'tishdagi haqiqiy muammo borda, mana 100 ta student bor, o'shani 10 tasi men dars o'tsam, o'tmasam baribir oladi. Orasida yana bir 60% o'rta anaqalar. To есть o'shalarni anaqa proportsiyasini ko'paytirishga harakat qilaylik. Student bo'lsa, prosta baho uchun emas, bilimni olishga harakat qilsa. Biz og'rishda bu miyani ishlatish oson emas-da. Miyani ishlatish kerak, charchaymiz, nima qilamiz. O'shanga qiyin ishlarda. O'shandan qochamiz-da. Bizda oson usul bormikan? Oson usul bor-da. To'g'rimi? Tashlab qo'ysangiz, ko'chadan ham pul topasiz-da. Qo'rquv yo'q. Alternativa ko'p-da. Alternativa ko'p. Degan narsa. Alternativa ko'p. Lekin orasida shularning orasida ham alternativasi bor, lekin harakatchanlari bor-a? Da, qisman bor. O'shalarni so'rash kerak. O'zlaridan balki. Meni fikrimcha, o'sha miyada o'sha toggle bor bo'lsa, erinchoqlik yoki yo'qlik o'chirish kerak o'shanida. Past baho olsang, ol. Qil. Siz shu motiv qanaqa ushlab olgansiz o'zingizga? Masalan, qilaman degan qilingan. Nima motiv ushlagansiz? Menda boshqa yo'l bo'lmagan. Faqat shu bo'lgan. Shu, ya endi shu. Xo'p. Keyingi savol mana yuqorida aytdingiz, hozirgi faoliyatingiz o'qituvchilik, ya'ni dars bo'yicha dars berasiz. O'sha dasturchi mendan chiqadi, chiqmaydi degan o'sha odam o'rganmoqchi bo'lgan odam qanaqa qilib ajratib olsa bo'ladi? Men dasturchi chiqadimi, chiqmaydimi? Qanaqadir kriteriyalari, qanaqadir talablari bormi shu narsaga? Ana student taraflamada, masalan, bekorga masalan 4 yil borib, bakalavriga borib 4 yil o'sha yerda o'tirmasin yoki qayerdadir dasturlash o'zi chiqmaydi, o'zi buni logik o'ylasa, qanaqadir konsepsiyasi bo'lsa, 1 2 3 4 mana bu talablarga javob bermayapti, undan chiqmas ekan. U umid bilan chiqadi deb o'tiribdi o'sha yerda. Shunaqa qanaqadir talablari, kriteriyalar bormi shuni? Mendan dasturchi chiqadi, chiqmaydi degan yoki hammadan o'rgangan odam любойdan dasturchi chiqaveradimi? Motivatsion switchga o'tkazib qolaman. Nima, beravering, u bolalar shu narsalarni ular balki
o'sha to'g'ri yo'lga tushib ketib o'rganib ketsa, bu bizani bir yutug'imiz. Qilsa bo'ladi. Bitta mayli doktorlikdan olgan bitta anavlarim bilan insightlardan bittasini aytayin. Har qanaqa qiyin bo'lsa ham qattiq ushib olib turib, yetarlicha vaqt sarflab harakat qilsangiz o'xshaydi. Va to'g'ri niyat qilibdi, конечно, bu yog'i ham bor. Peshanada yozilgan bo'lsa ham bo'ladi yana hamda. Mana shuni qattiq ushab, umid bor, harakat bor. O'sha payti agar men qo'limdan kelmaydi deb to'xtab qo'ysangiz, bo'lmaganda. Hammasini eplasa bo'ladi. Eplasa bo'ladi demoqchiman. Qattiq ushab turib yurish kerak, prosta. Bitta sohani ushlayapsizmi? Grit bo'lish, grit nima degani? Changal ish qilib Mustahkam bo'lib, qat'iyat bilan ushlash. Qat'iyat bilan ushab, uzmasdan ketish kerak-da. Qilsa bo'ladi. Matematikani bilmaydigan odam matematikani o'rgansa bo'ladi. Endi mendan chiqmaydi, chiqadi degan o'yi bor odam, menimcha yaxshisi shuni o'ylab yurgan bo'lsa, ikkita varianti bor. Bittasi qat'iy turib harakat qilishga harakat qilsa, ikkinchisi yana uydagilar bilan gaplashsin. Eng sizni foydangizni o'ylab savat beradigan odam onatangiz. Ulardan so'rashsin. Bo'lmaganda to'g'ri odamga yo'naltirib yuborishadi. O'sha to'g'ri odam uni qiziqishini topib turib, pulga qiziqadigan odam bo'lsa, finansga qo'yib yuborsin. Biznesga, ishbilarmonlikka qiziqadigan odam bo'lsa, doktorlikda o'zini qiynab yurmasdan, qiyinchilik yoqmayotgan bo'lsa, doktorlikka o'tib ketsin. Osonroq usul shuda, endi qiziqish bo'yicha ketishda. Menimcha. Keyingi savol mana dasturlash sohasida qancha bir, misol uchun, moliyaviy mustaqil erkinlikka chiqish periodi bir qancha o'rtacha cho'ziladi? Misol uchun, sizda shu narsa qancha bo'lgan? Ko'pchilik nega bu savolni berdim? Ko'pchilik shu sohaga kirib kelishi, dasturchilar deylik $1000 topar ekan, uncha pul topar ekan, deylik bir 10 oyda o'rganib chiqar ekanman, keyin shuncha pul topar ekanman, bunaqa qilar ekanman degan o'y xayol bilan sohani tanlashyapti-da, tishini qo'yib turib o'qib yuradi, o'rganadi, keyin chiqqandan keyin ish bola bo'lmaydi. O'zi haqiqati qayerda shu yerda? Qanchada u daromadga, moliyaviy mustaqil daromadga chiqa oladi, qancha muddatda u mutaxassis deb hisoblanadi o'zi. Period qancha bu cho'ziladi misol uchun. Sizda qancha bo'lgan shu? Menda dasturlashdan ko'p pul topsa bo'ladi. O'rtacha qilib aytsam, misol uchun yangi boshlasangiz, может universitetni bitirib chiqib, o'rtacha studentni nuqtai nazaridan aytsak, 4 yil o'qib chiqib, yana bir yil yetmaydi o'sha o'rganishga. Kompaniyaga kirib olsangiz, praktikant bo'lib 1 yil praktikant bo'ling, 2-yil bitta-ikkita ish olib boshlang bo'pti. 2-yilda frameworklarni o'rganasiz. Safe bo'lish uchun bir 4-5 yil deyin, 9 yilda ketadi-da. 9 yilda. Bakalavrdagi bilimingizni yana nimalar qolib ketganini sezib qolib qaytasiz yana. Ya'ni uni o'rganib chiqasiz. Boshlaganingizdan keyin, o'rtacha qilib aytganda. O'rtacha 4-5 yil vaqt ketadi. O'rtacha 4-5 yil. Umumiy ko'pchiligini nazaridan aytsam shunaqa. Da. Ya'ni mana soha anaqa emas. Menimcha ma'lumot har bir sohada ham xuddi shu o'rtacha ketadi. Ya'ni 10,000 soat degan vaqt bor. O'sha ham shunga ketib qoladi menimcha. 10,000 soat deyshadimi? Qanaqadir sferada mutaxassis bo'lmoqchi bo'lsang, 10,000 soat shunga sarflashing kerak degan tushunchalar bor, qonun qoidalar bor. O'rtacha 4-5 yil, ya'ni sohani tanlayotganlar shu narsalarga tayyor bo'lib, intilish kerak bo'ladi. Keyingi anaqa, misol uchun biz O'zbekistonda ham misol uchun shu ChatGPT, misol uchun DeepSeeklarga o'xshagan AIlar yaratiladimi? Shunaqa AIlar yaratishda nima to'sqinliklar bor, nima kamchiliklar bor bizda? AIlar, ChatGPTlar agar mana bunaqa qarorlar chiqayotgan bo'lsa, bunaqa serverlar qurilib, bunaqa bo'layotgan bo'lsa, oyliklar oshadigan bo'lsa yanada, chunki sharoit paydo bo'ladi. Ekspertlar, hozir ketayotgan ekspertlar bor, balki qaytib kelib shular ChatGPT qilishar. Balki bo'lar. Sharoit yaxshilanyapti. Zo'r sharoit. Gap yo'q. Men ham qaytib keldim 1,5 yil oldin. Bekorga qaytib kelmadim, sharoit zo'r. Sharoit zo'r. Faqat bu darajada dunyodagi eng toplar bilan bellashadigan darajada bo'lib chiqib ketish uchun undan ham yaxshi bo'lish kerak-da. Ya'ni misol uchun nima endi misol uchun deylik, server jihatlama? Server bo'lsa yana nima? Mani oylikda boshqa nima bo'ladi? Shu ikkita narsani agar ta'minlanib infrastruktura qilib berilsa. Endi oylik bilan qo'shimchasiga endi anu ham bo'lish kerak.
shu oylik именно mana shu LLM ChatGPT ga o'xshagan narsalar qurish uchun oylik olish kerak. Boshqa ish uchun olsangiz 100% vaqtingiz unga ketadi-da. Bu tarafi ham bor. Oylik ish aytaylik, ish o'rinlari zo'r oylik beradigan, mana shu sohani o'rganadigan ish o'rinlari paydo bo'lishi deylik. GPT ni yaratish uchun alohida ish o'rni yaratish kerak va unga infrastruktura o'sha serverlarni ta'minlab qo'ysa, qancha periodda yaraladi bo'ladi agar shu mana deylik infrastruktura qurildi, o'sha sizga kerak bo'ladigan kompyuterlar, serverlar hammasi tayyorlandi, o'sha deylik oyliklari belgilandi, o'rtacha qancha period ketadi? Biz ham shunaqa GPT-larga o'xshagan O'zbekiston o'zini sun'iy intellektni yaratishga. Primerni aytishim mumkin. Bu anavilar PhD studentlarning nazaridan aytay, PhD studentlar zo'r ishlar qilishadi. 4 yil 5 yillarda bitirishadi. 4-5 yillarda. 4-5 yillarda ikkita generation o'tsin. Bo'pti. Birinchi generationni ozgina push qilsan bizani localni mayli. 10 yil deylik. Ana bo'lib, atmosfera bo'lib turib, hamma testinglardan o'tishiga, diagnostikasiga o'rtacha bir 10 yilcha vaqt kerak bo'ladi. Chunki eng qattiq ishlaydigan men biladiganlar PhD'larda, studentlar. Imенно mana shu chuqur sohani ichiga kirib ketib push qiladiganlar, bosib chiqadiganlar. Balki o'sha ikkita generationda paydo bo'lar. Yoki sharoit bo'lsa, chet elda o'zbeklar bor mana shunaqa o'rganayotgan. Imенно mana shu ChatGPT sohalariga AI'ni o'shalar qaytib kelib turib bu yerda ishni davom ettiradi. Sharoit shunday zo'r bo'lsa, why not? Nimaga kelishmaydi? Xo'p, keyingi savol, misol uchun AI odamlarni tafakkurini, fikrlashini qanchalik o'zgartiryordi? Narsa qadriyat taraflama qaraydigan bo'lsak, qancha o'zgartiryordi, yana qanaqa o'zgartiryoradi bu narsada? Qadriyat kulturamizmi? Kulturamizga hozircha ChatGPT o'zbekcha gapira olmaydi, ruschada sal oqsaydi. Shuning uchun uncha chet eldagidek darajada kirib ketgani yo'q hali. Halijan unchalik unaqa xavfli unaqa yo'q. O'zimizni shevalada biz bilan gaplashdi, boshqa gap. Ana, keyin jo'ram ekan, o'rtog'im ekan deb turib, ko'p narsa ulardan o'rganib ketishimiz mumkin. Hozircha begonada ushlab turibmiz-ku, menimcha qadriyatimizga yaqinlashmaydi ham. Yaqinlash xavfi bormi bu narsada? Darsiyani agar deylik o'sha o'zbekcha gapirishi ham, oldin bo'lsa o'zbekcha даже anaqa ham yozib bermas edi. Hozir normalniy reportlar beryapti o'zbekchada, so'rasa, keyinchalik balki chet elliklar bizning qadriyatimizni o'zi bilmasa. Ular ChatGPT ni yasab berayotgan bo'lsa, o'zining tushunchasi bilan. Bu bizani mentalitetiga, bizani nimaga qanaqa kirib keladi? Begona bo'laveradi baribir menimcha. Meni fikrimcha. Agar biz aytayotgan haligi biz o'zimizda ChatGPT ga o'xshagan narsa paydo bo'lib ketib turib, o'sha o'zimiz o'zbek odam tushungan holatda yasab bersa boshqa gap. U bilan keyin sekin nima bo'lishi mumkin? Gaplashish mumkin. 10 yillar u narsadan xavotir olmasa ham bo'ladi, yana ham mayli, kim biladi. Balki tip bo'lib ketib turib, balki 1-2 yilda bo'lib ketib qoladi. Lekin qadriyatdan qo'rqmasa ham bo'ladi menimcha. Hop, keyingi savol, AI o'zi ham o'rganadi, to'g'rimi? Odamdan yaxshiroq o'rganadimi yo AI yaxshi o'rganadimi? O'rganish jihatdan qaraydigan bo'lsak. Ma'lumotdanmi? Ma'lumotdan olish. O'rganish ancha tezroq bo'lsa kerak. Ko'proq ma'lumotdan sekin o'rganadi. Biza odamlar bitta ma'lumotni ko'proq vaqt ajratib, ko'proq vaqt sarflab turib, fokus qilib, yaxshiroq o'rganamiz. Bizada accuracy baland, точность. Bizada odamlarning o'rganishida точность baland, lekin capacity umumiy anaqa. Sig'imimiz kichik lekin. Ularda modellarda sig'im o'ta katta, o'ta ko'p ma'lumotni bittada qabul qiladi, lekin o'sish juda ham sekin. Bu deganingiz, misol uchun sun'iy intellektlar любой doktorlikni ham biologiya, zoologiya, geografiya hammasini to'g'ri ana qiladi. Shunaqa. Uni ilib olish qiyin. Ilib olish uchun o'zlashtira olish qiyin. Vaqtlar sarflaysiz, juda ham ish ko'p. O'z anaqada odamlarda esa naborot. Bitta sohani chuqur o'rganib oladi. O'qiysizda bitta stranitsani o'qiysiz, rasmdan o'tirasiz. 2 soat o'tirib turib o'shani tushunib olasiz, nima demoqchiligini, bilimni olasiz o'sha yerdan. Odamlarda shu taqqoslash ozgina qiyinroq bo'ladi. Odamlarda точность juda ham kuchli. Odamlarda miyani ishlatsa точность juda ham kuchli. Xo'p, navbatdagi keyingi savolimiz AI ga, mana ko'p joylarda hozir AI larni qo'yishyapti. Misol uchun qaror chiqaradigan joylarda, misol uchun deylik, operatsiyalar AI yordamida qilinyapti. Deylik, xato bo'ladigan bo'lsa, unga o'zi kim javobgar bo'ladi? Misol uchun AI robotlar operatsiya qilyapti, javobgarlik kimni bo'ynida misol uchun bo'ladi. Ikkinchi savol, AI qaror chiqarish darajasigacha ko'tariladigan bo'lsa, nima qarori AI larga yuklatmagan yaxshi?
Menimcha tashkilot o'sha sun'iy intellektni tatbiq qilgan tashkilot sun'iy intellekt qiladigan qarorlarga javobgar bo'ladi. Mani personal fikrim, huquqshunos emasman men. Personal fikrim. Chunki mana shu ketgan, boya aytdim, biz haydovchisiz yo'q, taksistlar, misol uchun chiqdi, deydi, shtraf keldi radardan, kimdan keladi? Misol uchun hozir O'zbekistonda ko'p Instagramda chiqib turibdi, misol uchun avtopilotga yoqib qo'yadi, shofyor tarafga o'tadi, rasmga olyapti. Hop, kimga shtraf keladi, odam yo'q degan narsalar chiqib kelyapti, shu jihatlama. Shu u shtrafi menimcha bu yerda qarang, uni o'zini haydaydigan mashinani yasagan bor. U bu yoqqa olib kelib sotib tarqatgan bor, unga ruxsat bergan bor, Ha. 3 ta odam bor, 3 ta tashkilot bor bu yerda. O'shandan kelib chiqadi u yerda. Tak. Mani logikam bilan o'ylab qarasa, yasab chiqqan emasdir, yo yasab chiqqan bo'lmaydi. Yasab bergan emas. Uni olib kelib sotayotgan odam ikkitasi bo'lishi mumkin. Ruxsat bergan aybdor bo'ladi, keyin anu olib kelib sotgan. Menimcha shu ikkalasi. Endi ikkinchi savol. Ikkinchisi nima dedik hozir? Kim aybdor bo'ladi? Birinchisi edi. Keyin qaysilarini anaqa qaror qiladigan, qaysi sohalarda bermagan ma'qul, bergan. Qarorini nimaga bermagan ma'qul? Qaror chiqarishi. Mani hozircha mani fikrim konservativroq bo'lganimiz ma'qul va to'liq qaror qabul qilishni to'liq berib qo'ymaganimiz ma'qulda. Odam подтверждение qiladigan qilganimiz ma'qul. Qarorni chiqarib beradi, rekomendatsiya qilgan ma'qulroq demoqchiman. Ha, tavsiyaga asoslangan. Lekin odam analiz qiladigan odam bo'lishi kerak. No, sun'iy intellekt shu rivojlanishida qaraydigan bo'lsak, menimcha baribir qaror qabul qilish ham qaysidir miqyos yuklatib qo'yiladi. Hozir уже qilishyapti-ku. Qaror qabul qilish ham. Mana bu ham bir kod reviewlar ham shu emasmi? Da, kod review, da, unga berilyapti shu. Ustozlarga GPT tashab turib tekshirtiryapti. Unaqa shuda уже qilinyapti bu narsa. Уже meditsinada ham rasmga olib turib modelga tiqorasiz, model sizga kasal yo'q deydi, o'sha narsa qarorda bu. To'g'rimi? Beraverasiz. Da, 100%. Уже bor. Menimcha bor. Industriyada. Endi xatolik bo'lgani uchun keyin bu mashina-ku. Uni keyin hozir black box qora qutida, bunaqa modellar sun'iy intellekt qora quti, uni tushuntirish qiyin, uni xatolik bo'ladigan bo'lsa. Odam bo'lish kerak bu yerda. Odam bo'lish kerak. Shuning uchun ham xizmat qilish kerak odamga, lekin bitta sohani berib qo'yish kerak emas unga. Xizmat qilish kerak bitta odamga. O'sha sun'iy intellekt. Qaror qabul jarayonigacha ma'lumotlarni berib, mana decisionim mana shu deb berish kerak, lekin odam uni tekshirib olib turib. Odam ham xato qilishi mumkin-ku. Lekin odam mana qaroqda responsibleroq. Javobgarlik yuqoriroq. Hech bo'lmaganda shoshmayman, ko'nglim bo'lmayapti deydi-da. Shoshmay indamay shu. Sarkitlik deydi. Ha. Hech bo'lmaganda biladi-da. Misol uchun endi shunaqa konsepsiyalar bor. AIga his tuyg'ularni ham bir shu robotlar AIli his tuyg'ularni ham aniq qilishadi, joriy qilishadi degan darajagacha boradigan bir maqolalar, shu konsepsiyalar o'qidim. Qanaqa emotsiyani birinchidan u yo'q. Anoda izlanishda eng ilm-fanda ilm-fan qanaqa bu ilm-fan qanaqa deydimi, yo'q deydimi? Yo'q deydi. Yo'q. Ana kinolarda bo'ladi-yu, kinolar qanaqa robotlar o'zi his tuyg'u, yig'la, boshqa narsa qildi degan narsa. His qilmaydi. Ilm-fan buni tasdiqlaydimi? Tasdiqlamaydi. Ma'lumotdan mashina hozir nima qila oladi? Odamlar qaysi vaziyatda xafa bo'ladi, qaysi vaziyatda emotsiya qanaqa bildiradi, o'sha ma'lumotdan yig'gan holatda aytish mumkin, his qila olmaydi uni. To есть mana shunaqa vaziyatda bitta odam bir urgan paytda ikkinchisi sal xafaroq bo'ladi degan ma'lumot bor bo'lsa, o'shandan qaror chiqaradi. Bu inputni bu outputga, bu kiradigan ma'lumotni bu chiqadigan ma'lumotga bog'lab olish mumkin matematika bilan. Shuni qilish mumkin sun'iy intellekt. Lekin haqiqatda biz o'zimiz bilmaymiz-ku. Nimaga xafa bo'lasiz? Men misol uchun bir narsa desam-da, siz menga bir narsa desangiz, nimaga men xafa bo'laman? Ha, u anaqasi odam o'zi tushuntira olmaydi-ku. Odam o'zini bilmaydi-ku nimagaligini. Nima qilibdi? Bu narsam ketib qoldimi? Men ko'chaga chiqib mashina haydasam, oldimdan bittasi tez o'tib ketib qolsa xafa bo'laman. Nimaga? Burmoqchiman, qayrilmoqchiman, chiqmoqchiman, yo'l bermasdan o'tib ketib qolsa, nimaga xafa bo'laman? Tushuna olmaymiz-da. Emotsiyani o'zi odam o'zi ana ular ham endi yana ham
shu sohada tadqiqot qilayotganlardan so'rash kerak-ku. Menimcha ular ham shu gapni aytadi. O'zimiz bilmaymiz hali. AI o'zi qachon nima bo'lmasa rivojlanmaydi AI. Nima kerak yana ham rivojlanishi uchun nima bo'lmasa rivojlanmaydi. Xuddi mana odamga rivojlanishi uchun deydi kitob kerak, o'qish kerak, o'qisa yana ham rivojlanadigan narsa bo'lsa, AI ga shu qanaqa 1-2-3 narsalar bor. Rivojlanishini uzib qo'ya oladigan, shu narsa bo'lmasa rivojlanmaydi, bo'ldi, to'xtaydi degan. Sun'iy intellektda hozir danday momentda o'sha chet ellarda infrastrukturani deb turib to'xtayapti. Ana ChatGPT'larning accuracy'sini, точностьini oshirishga harakat qilishyapti. Mana hozir vibe coding deymiz-ku, kirib tashlab. O'shalarni ham to'g'irlash uchun modelni ko'proq uzoqroq vaqt davomida o'rgatish kerak bo'ladi. O'shanga infrastruktura ko'p vaqt ketib qoladi. Infrastruktura to'xtatib turibdi menimcha. Infrastruktura. Shuning uchun ham quantum computing deyishotishibdi hozir. То есть binarniy-ku hozir. Shu binarniy qaydardir limiti bor-da. Effektivnessini limiti bor-da. O'shanga binariydan ko'proq qilishga harakat qilishyapti. Yana nima to'xtatish bo'lishi mumkin? Ma'lumotni hajmi bo'lishi mumkin-ku. Ma'lumotni hajmini uni ham yechish usullari bor. Kichkina ma'lumot bilan ham, kichkina ma'lumotdan ham ana qilish usullari bor. Domen boshqa bitta anaqa domenda, misol uchun odamlarning meditsinasida siz model qurmoqchi bo'lsangiz, ana bir narsani undan hayvonlardagi ma'lumotdan birinchi qurib olib turib, keyin o'tkazishingiz mumkin-da. Bilim qay darajada mos keladigan bilim bo'ladi. Ba'zi ma'lumotingiz kichkina bo'lgan taqdirda ham yechimi bor demoqchiman. U menimcha to'xtatayotgani yo'q. To'xtatadigan narsa menimcha sun'iy intellektda точностьini oshishiga, har xil sohalarga qo'llanilishiga menimcha infrastruktura bo'lsa kerak. Data, to'g'ri? Ma'lumotlar. Datani yechish usuli bor demoqchiman. Data ikkinchi o'rinda to'xtatish bo'lishi mumkin. Ikkinchi o'rinda, birinchi o'rinda AI ga misol AI ga har doim yangi datalar kerak bo'ladi, точность chiqarish uchun, to'g'rimi? Shuni ustiga qaror chiqaradi-yu baribir. Ya'ni data degani ya'ni ma'lumotlar. Agar datadan o'rganish, machine learningni aytadigan bo'lsak, kompyuter o'rganuvi sohasida datani yetarli va yetarsiz deb ikki xil turga bo'laylik ma'lumotni. Yetarsiz degani bu sizni ma'lumotingiz ichida sizni erishmoqchi bo'lgan maqsadingizni har xil holatlar uchun bir nechta ham tekshirish uchun, test uchun, ham o'rganish, train uchun samplelar bo'lsa, ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, rekordlar bo'ladigan bo'lsa, o'shanda yetarli desa bo'ladi. Har xil o'rganish uchun va test qilish uchun va har xil bo'lishi mumkin bo'lgan holatlari uchun. Bitta odamni ikkinchi odamdan farqlaydigan model qurmoqchi bo'lsangiz, o'sha odamni har xil vaziyatlarda tushgan, yorug', qorong'uda, burilib qiyshab turgan, bunaqa bo'lib, har xil o'shanaqa vaziyatlari ham bor-da. Ular ham kerak bo'ladi. Не только o'rganish va tekshirish, modelni точностьini tekshirish. Shu yetarli bo'lsin. Yetarsiz degani o'sha har xil vaziyatlar bo'lmaydi. Yoki train qilishga yetarli bo'ladi, lekin testga yetarli bo'lmaydi. То есть yoki hajmi yoki turi. O'shandan yetmaydigan bo'ladigan bo'lsa, endi ma'lumotni umumiy hajmini olib gapiradigan bo'lsak, o'sha to'xtatadimi? Sun'iy intellekt rivojlanishini umumiy hajmi to'xtatadimi, yo'qmi deydigan bo'lsangiz, menimcha agar train bilan testga bo'la olsangiz va turlari bo'ladigan bo'lsa, yetarlicha bo'ladigan bo'lsa, eplasa bo'ladi. Odam agar shu ma'lumotni ko'rib turib hammasini farqlay olsa, to siz odamga sizdagi kichkina hajmdagi ma'lumotingizni bersangiz, ya odamda o'zini ham tarixiy bilimlari bor-da, kitob o'qigan bo'ladi, shu qismi bor. Bu taraf ham bu yoqda sal kelishmay qolar ekan. Meni intuitsiyam bo'yicha ma'lumot juda kichikroq bo'lsa ham, shundan ham yetarli, nima chiqarsa bo'ladi. Yetarlicha turlari kiritilgan bo'lsa, chiqarsa bo'ladi. Prosta ko'p modelni aqlliroq qilib o'rgantirish kerak bo'lib qoladi-da. Aqlliroq uslubda. Xo'p, keyingi savol mana LinkedInlarda ko'pchiliklarning postini o'qib ko'radigan bo'lsa, kimdir ular post yozayotgan bo'lsa, datalar to'g'risida ma'lumot ketganda, ana sun'iy intellektdan olinmadi, o'zim yozdim degan narsa bo'ldi. Ya'ni nimadir ilmiy ish qilayotganda, nimadir
post deylik, oddiy misol shu post yozayotganda qanchalik xavfli bu odam sun'iy intellektdan olib yozgani. Misol uchun ko'pchilik hozir nima qilyapti? Oddiy mani nazarimda oddiy ilmiy ish bo'ladimi yoki oddiy shu postga tekst yozish kerak bo'ladimi? GPT-ga yetadi, yozadi. GPT-ga yetadi, yozadi. Bu keyinchalik GPT-ning rivojiga katta xavf solmaydimi? Chunki yangi ma'lumot kirmaydi o'zi. GPT o'zini ichida aylanib qolmaydimi? Uning ichida aylanib qolmaydimi bu narsa? Aylanib qoladi. Misol uchun hozir ko'pchilik baribir shu oddiy vibe coding programmistlar ham ko'pi vibe coding yopishib ketyapti. GPT-ga beryapti, kiryapti. Rezultatini olib. Misol uchun kimdir ilmiy ish oddiy misol diplom ish qilayotgan bo'lsa ham, men o'ylamayman, menimcha 100% odamlar o'zi o'tirib yozyapti. Hozirgi menimcha ko'p bitiruvchilar GPT-ga yozadi, mavzusini, tekstini olib qo'yib ishlatib qo'ygan bo'lishi mumkin. Endi siz savolingiz sun'iy intellekt uchun, ChatGPT-ga o'xshagan sun'iy intellekt uchun odamlar o'sha sun'iy intellekt o'rganadigan ma'lumotni odamlar o'zidan o'rgantirib qaytarib beraverishi sun'iy intellektning rivoji uchun to'siq bo'ladimi? To'siq bo'ladi, to'siq bo'ladi. To'siq bo'ladi. Qanaqa maqsad, qanaqa anaqa nima uchun to'siq bo'ladi deyapman? O'zi sun'iy intellektni yasalishdan maqsad bu odamlarni ishini bajarib berish uchun, bajarishida osonlashtirish uchun ketgan narsa-yu. Endi menimcha odamlar kirgan ma'lumotni o'zi ko'nadigan ma'lumotni prosta mana shu yoqdi deb turib qaytarib beraveradigan bo'lsa, bu ishini osonlashtirish o'rniga menimcha odamlar ham o'zini ishini bajarmasdan prosta o'sha odamlarni qoniqtirishni o'rganib qoladimi deyman. O'sha odamlar ishi bitmayotgan bo'lishi mumkin o'zi asli. Lekin o'sha ishni vaqtinchalik nimadandir qaysidir bitta tekshiruvdan o'tadigan darajada qilish, o'shanga qarab sun'iy intellekt ketib qoladi. To есть ma'lumot kelaveradi. Lekin o'rganayotgan narsasi ishni bajarish emasda. O'zini o'shani odam ko'ndirish. Bu ikki taraflama menimcha xavf bo'lsa kerak bunaqa rivojlanishda. Odam o'zi uchun ham, AI uchun ham. Lekin odam uchun qachondir chipi bo'ladi-da. Bu qachondir bitta katta problem kelib chiqadi-ku. Qaysi sohada? Misol uchun meditsinada deylik, meditsinada ma'lumot kirib kelsa-da, sun'iy intellekt output beraveradigan bo'lsa, doktor ha deyorsa, bir kun o'sha kasal yo'q odamga ham ha deyorsa, o'sha bu doktor ishontirib bersa yana keyin shu narsaga doktor yana qo'shimchasi shu doktor ishongandan keyin doktor o'zi ham shu gapni mana shu rost ekan deb gapirib beradi-ku. ChatGPT o'sha doktorni ishontirishni o'rganib oladigan bo'lsa, unda keyin o'sha qachondir patsientni haqiqat emas-ku. Haqiqatda patsient kasal emas-ku. Zotan kerak emas o'zi u odamga qo'l qo'yarsa, o'zi kerak emas unga. Kichkina xatolar ko'rinmasligi mumkin, qachondir kattalashgandan keyin maqsad haqiqatda meditsinada ishni bajarish bo'ladigan bo'lsa, ChatGPT burilib ketgan bo'lsa, meditsinada muammo hal qilish emas, meditsinadagilarni ko'ndirish bo'ladigan bo'lib qolgan bo'lsa, kattalashgandan keyin ko'rinadi-da. Yoki huquqda ham xuddi shunaqa. Ko'p anaqa self driving mashinalar ham agar anavi правовый radarlarni nimalarni aldashni o'rganib olsa, o'zi ham lekin shu ko'ndirishni o'rganib oladigan bo'lsa mabodo. Boshqa narsa. Qachondir bilinadi men demoqchiman. Odamlar tarafda mijoz, sun'iy intellekt mijozi bo'lgan odamlarda qachondir o'sha xato ketganligi bilinadi. O'sha paytida bu tarafini yopib olishadi. Sun'iy intellekt lekin ketib qolgan bo'ladi o'tlab. Tushunarli. Keyingi savol, qaysi sohalarni tezda sun'iy intellektga sразу berib yuborish kerak deb hisoblaysiz? Qaysi sohalarni hali umuman AIga yo'naltirish kerak emas o'tga, umuman deb hisoblaysiz? Shunaqa sohalar bormi? Masalan, AI umuman aralashmasin, o'sha yerda inson faktori, faqat inson faktori bilan ishlansin. Qaysi soha inson faktori polniy olinib, shu AIga ishonib topshirilsin. Qaysi sohalarni ajratib olsak bo'ladi sizni fikringizda? Sun'iy intellekt foydalanish kerak bu sohada. Foydalanish kerak. Prosta berib qo'ymaslik kerak. Oxirgi hamma решение o'ziga qo'yib qo'ymaslik. Ular hamma sohaga kiravish kerak, oxirgi qaror o'rganish kerak. Yangi narsa kelyapti, endi uni bekitib qo'yaversangiz, 100% bekitib qo'yadigan bo'lsangiz, qolib ketasiz-da. Endi foydalanish kerak menimcha. Prosta ya'ni evi bilan. Endi keyingi savolimizda sun'iy intellektga qaysi odamni xislatini qo'shtirgan bo'lardingiz? Masalan, sizga shunaqa imkoniyat berishdi, masalan, AI turibdi, qaysi insonni xislatini bergan bo'larsiz unga? Sizga shunaqa imkoniyat bersa. Intellektgami? Agar iloji bo'lganda sense of responsibility. Iloji yo'qda uni lekin.
responsibility javobgarlik hissi, mas'uliyatli mas'uliyatni bergan bo'lardim. Mas'uliyat qilish. uni mas'uliyat lekin u undan keyin kelib chiqadigan narsada. Nimadan keyin? O'rganib bo'lgandan keyin, bilimni olib bo'lgandan keyin o'shanga tangan holatda kelib chiqadigan narsa. O'rganish jarayonida mas'uliyatni berib bo'lmaydi deysizmi AIga? Shu xislatda shakllantirib bo'lmaydimi o'tni? Shakllantirish bo'lar. Chunki mana oddiy mas'uliyatli deganda, deylik, o'sha ishni vovремя qilish, toza qilib qilish. Qana, ya'ni anaqa faqat o'zini ishini o'ylamasdan, o'zini o'sha foydalanuvchi bilan o'zi sun'iy intellekt muloqotini o'ylamasdan, boshqa taraflarni ham o'ylaydigan. O'sha ish jarayonida buzib tashlamaydigan, o'sha mas'uliyatda, to'g'rimi? Shunday. Umumiy fonda ya'ni toza ish, ya'ni biror bir vazifa yuklatilganda toza ish qilish. Ya'ni har taraflarni toza qilish. Buni baribir любой chegarasi bor, buni kiritsa bo'ladimi degan menda bo'ladi, qiyin-da. Bo'ladi. Shu darajagacha hozir keldi ham, hozir mana shu kodni yozib beradigan joygacha keldi ham. Oldinlari o'sha misol mana именно o'zimiz sferada kod yozish bo'ladigan bo'lsa, deylik, qonuniyatlar bor, best practice bo'lishi kerak, ya'ni uni ham ichida qonuniyatlari bor, vaqtida bajarilishi kerak, deadline amal qilish kerak, shu har xil kriteriya. Huquqda hozir huquqshunoslikda hozir modellar chiqib ketyapti. Huquqshunoslik. Endi u yo'lni tasavvur qiling. Ha, yurib ketaveradi. Bu yerda javobgarlik qanaqa bo'lar ekan? To есть vaqt sarflab buni qilish kerak. Kodda programmist tekstlab oladi. Kodni hozir ishlaydigan kod beryapti-yu, hozir shu darajaga keldi. Javobgarlik hozircha yo'q. Javobgarlik buni ham keyinchalik shakllanib ketadi. Mavzu. Balki shakllanib ketar. Javobgar hozircha aniq deyapti-yu. OpenAI'chilar Amerikada kompaniyalar ba'zi sohalarda hech bo'lmasa to'xtab, bu sohani yaxshisi doktor bilan gaplashib ol, huquqshunos bilan gaplashib ol deb aytayapti-yu, hech bo'lmaganda oxirida. Javobni beryapti, tagiga qo'shib qo'yapti. Hech bo'lmaganda. Javobgarlik meni bo'ynimda emas degan. Ehtiyot bo'lganda, ba'zi sohalarga kirganda u aytayapti, hech bo'lmaganda. Javob beryapti-yu, lekin aytayapti ham. Qobiljon aka, keyingi savolimiz AI tabiatga zarari haqida. Misol uchun bir research qilganda, misol uchun ko'p joylarda ko'llar yovib qo'yapti. Ya'ni ishlash jihatlama, ya'ni AI ishlatsa, kimdir prompt yozadigan, zaпрос yozadigan bo'lsa, tabiatga juda katta zarari bor degan gaplar yuribdi. Shu qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri, shu haqida qanaqa fikrga egasiz? Haqiqatdan ham data centerlarda katta problemalar qizib ketishidan bo'ladi. Uni sovutish uchun qanchalar energiya sarflashadi. Bu to'g'ri. Ishi juda ham ko'p eshitganman. Fizически o'zim katta data centerlarga borib ko'rmaganman, lekin keyin ma'lumotlarni ko'rmaganman. Haqiqatga o'xshaydi bu gap. Lekin yana hamda boshqa sohalar ham avtoindustriya qurilishlar nima bo'layotgan ekan bilmayman-da, o'sha katta big pictureda hamma industriyalar qilayotganda sun'iy intellekt qaysidir ko'paytirib, ya'ni tabiatga zararli ko'paytirib, qaysidir pasaytirayotgandir, kim biladi balki. Plus minus bo'ladi hamma yoqda. Bo'lishi mumkin. Shunga aniq bir gap ayta olmayman. Haqiqatga o'xshaydi-yu, juda bilmadim. Kimdir balki qaysi davlatda, Xitoyda misol uchun balki polniy mana bu qurilishdan ko'ra ko'proq zarar beradigan data centerlar bordir. Kim biladi? Bo'lishi mumkin-da. Bo'lishi mumkin. Bizda O'zbekistonda unaqa data center men bilmayman. Shuni endi qurilaman deyapti. U ham menimcha unaqa zarar beradigan. Katta zarar beradigan. O'xshamaydi menimcha. Asosiy shu momo uni sovutishda bo'ladi, to'g'rimi? O'zi unda sovutishda bo'ladi. Sovutish. Yana nima bor o'zi? Endi yana data centerchi kelish kerak. Data center kelish kerak. Data center boshidan o'tib ko'rgan odam kelsa, podkast qilib ko'rgan odam aytganda. Bo'ldi. Xudo xolasa keyingilarga chaqiramiz. Xo'p, keyinchalik mana keyingi avlod, ya'ni farzandlarga imенно misol uchun qanaqa ilmlarni o'rgatishimiz kerak? Misol uchun kelajakda ular yaxshi mutaxassis, ya'ni o'sha ya'ni o'sha nima deb bo'ladi? Muhitga, o'sha davrga javob beradigan mutaxassis bo'lishi uchun hozirgi kunda o'sha farzandlarga, yoshlarga endi nimalar o'rgatishimiz kerak? Nima bilimlarni o'rgatishimiz kerak? Ularga ota-onalar nima jihatiga qarash kerak shu taraflama? Hozircha bizada jahon miqyosida bu muhandislikda va sportda ham, boshqa sohalarda ham, boshqa dunyodagi rivojlangan davlatlardagi kadrlar bilan bellasha oladigan kadrlar chiqyapti.
kami chiqyapti. Shuning uchun menimcha hozirgi o'zimizdagi programmalar noto'g'ri qo'yilmagan. Boshlanishdan boshlab tepagacha. Просто shuni o'zini bajarishini, выполнениясini ustida ishlasak bo'ladi menimcha. Va yana qo'shimchasiga sun'iy intellekt chiqib qoldi-ku. Endi iloji yo'q, ta'limga ham ta'sir qiladi, chunki talabalar o'zi ishlata boshlaydi. Shu ota-onalar balki ota-onalarni o'zi вообще, по-моему, menimcha hamma o'zi sun'iy intellektni nimaligini bir tushunib olish kerak. Tushunchasi yo'q. Biz endi texnologiya ichida yuribmiz-ku. Boshqa sohalarda yurgan odamlar ham, yoshi kattaroq odamlar ham bir tanishib chiqish kerak bo'ladi. Aynan ular uchun shu aytib keting, aynan podrobniyroq nimasini o'rganib olish kerak? Qaysi jihatlarni, misol uchun prompt engineering bo'lishi mumkin. Qaysi jihatlarni o'rganib olish kerak ular, o'sha odamlar? Menimcha Sun'iy intellekt. prompt engineeringdan ko'ra вообще-то sun'iy intellekt nimaligini o'rganib olishdan menimcha shu bo'lardi. ChatGPTni soddalashtirilganda nima qiladi u? Nima ish qiladi? Qayerdan biz ma'lumotni olib, nimaga asoslanib chiqarib berishini prosta bilib olsa, bu ma'lumotni boshqa shaklga o'girtirib beradigan narsada bu ChatGPT. Kiradigan ma'lumotni chiquvchi ma'lumotga o'girib beradigan narsada buni qonun deb olmaslik kerak outputini. To'g'rimi? Ba'zilar hozir do'st deb ishlatishadi ChatGPTni. Yo'q, uni o'sha qora qutuligi uchun shunaqa deb o'ylashadi-da. Hozir chunki nega mana periodda turibmiz-da. Ana misol uchun oldin men yoshligimda esimda bor, endi kompyuterlar chiqish boshlaganda, ya'ni butun davlat hamma kompyuterlarni joylashtirish boshlaganda, o'sha buvimgilar kelishardi, kompyuter qanaqa qilindi, Word qanaqa ishlanardi, bu qanaqa, u nima, printerdan chiqarib ber. Hozir endi xuddi shu jarayon faqat sun'iy intellekt bilan bo'lyapti-da. O'sha paytda o'sha odamlar kompyuterda prosta pechat qilishi, Wordda, Excelda ishlashni bilsa bo'ldi, printerdan chiqarishi, kompyuterga ma'lumot yozib qo'yish bilsa bo'ldi edi. Hozir esa zamon endi AI bilan bo'lyapti. Shu jihatlarni shu nimasini o'rganib olish kerak. Menimcha sun'iy intellektni faqat foydalanish endi yetmaydi. Qo'shimchasiga sun'iy intellekt nimaligini ham bilish kerak. Sun'iy intellekt, chunki sun'iy intellekt endi odamni ko'ndiradigan narsada. Odam gaplashib muloqot qilsangiz, sizni ishontira oladigan narsada. Odam ishonuvchan bo'ladi-ku. Buning uchun menimcha xalq sun'iy intellekt nimaligini tushunib olish kerak. Fundamental anaqada. Anaqa videolar hozir yasaydigan bo'lib qolishgan. Anaqa YouTube'larda hamma ko'ryapti-da, sun'iy intellekt yasab bergan videoni ko'ryapti-da. U sun'iy intellekt nimaga asoslanib yasab berishlarini, shularni bir kurs hozir maktabimizda reklama qilib ketaman. Universitetimizda Day of AI degan bitta programma ochildi. O'shanda hozir biz o'sha maktablardagi o'qituvchilar, informatika dars o'tadigan o'qituvchilar hozir bizga kelib malaka oshirib, sun'iy intellektdagi o'z bilimini va maktablarda beradigan darsini tushunchasini bizda boyitib ketadigan programma ochildi-da. O'quv programma. Shu o'quv programma. MITni anaqasi programmasi asosida qilingan MIT Raise degan programma bor. Responsible AI sun'iy intellektni javobgarlik his qilgan holatda foydalanish maqsadida qurilgan programmada. Shu yo'nalish bo'yicha. Bu endi maktabga yo'naltirilgan, lekin umumiy xalq ham ishlayotgan, maktabga bormaydigan umumiy xalq o'zi ham o'sha programmani o'qisa bo'ladi. Bir tushunib chiqsa bo'ladi. O'sha maktablarda o'sha tatbiq etiladigan programmani, o'g'lim nima o'qiyapsan, qizim nima o'qiyapsan deb turib bir tanishib qo'ysa bo'ladi o'zlari ham. Uni ma'lumotlarni qayerdan olsak bo'ladi? Linkini bersak biz chiqarib qo'yamiz. Ingliz tilida bor, ingliz tilini biluvchi odamlar uchun dayofai.org adashmasam sayti. Unda biz описаниеga yozib qo'yamiz, bemalol kirib tanishsanglar bo'ladi. Bu MITniki kirib o'sha yo'g'ini o'zidan tanishib chiqsa ham juda soddalashtirilgan narsada, sun'iy intellekt nimaligi zo'r interaktiv tushuntirib beradigan narsa. Shuni o'rganib chiqsa, ingliz tilini bilmaydiganlar uchun ba'zi hali 100% tayyor emas, u endi ishlashyapti hozir ustida. Tayyor bo'lgandan keyin yana qaytadan chiqarish mumkin. Shu men endi bu reklamadan chiqamizda, endi o'sha sun'iy intellekt nimaligini tushunib olishsa, foydalanish endi iloji hamma foydalanyapti ham o'sha. Bu yoq bo'lib ketaveradi. Lekin zamon bilan o'rganib ketaveradi. Sun'iy intellekt nimaligini qiziqib qo'yish kerak o'sha. Qiziqib qo'yish kerak. Juda ham yaxshi. Keyingi savol, hozir po professiya ustozsiz. Endi kelajakda tasavvur qilaylik, AI ustozlar chiqsa, misol uchun deylik oddiy matematikani обычный emas, AI ustoz o'rgatsa, qanchalik bu to'g'ri bo'ladi, noto'g'ri bo'ladi, effectiveness, ya'ni o'zlashtirish jihatlama qanchalik yaxshi bo'ladi? Misol uchun ko'p joylarda o'sha nimadir o'rganayotganda o'sha AI ustozlar o'rgatyapti-da. AI ya'ni AI yaratilyapti, o'shalar o'rgatishyapti. Shu naskолько to'g'ri bo'ladi, ana bo'ladi.
AI sun'iy intellekt ustozlar Buni sun'iy virtualniy ustozlar o'tib berayotganini ha aytyapsizmi? ha virtualniy. Э, Ya'ni Yo'q, zo'r. o'rganish jihatlama Ha. qaraydigan bo'lsak, masalan, men deylik ingliz tilini o'qimoqchiman. Mhm. Ikkita variant turibdi. Bor mana bu yerda deylik Eshmat degan IELTS 7 degan fizический odam o'rgatadi. Bor mana bu yerda qanaqadir AI, misol uchun Toshmat degan AI platforma o'rgatadi. O'rganish jihatlama qaysi biri effektivney yuqoriroq bo'ladi deb o'ylaysiz? Menimcha bittasini tanlash kerak bo'lsa, fizический odam aytgan bo'lardim. Bittasini tanlash. U fizический yaxshi deb IELTS 7 desa, Urovень jihatlama misol uchun bir xil deylik. Urovень bilim jihatlama, hamma jihatlama bir xil. Qaysi birini o'rgangan yaxshi? Odam tanlagan bo'lardim. Odam. Sun'iy intellektni hozir universitetimizda bir ikkita studentlar menga kelishyapti-da. OpenAIni, ChatGPTni dars o'rgatadigan anaqasi bor ekan, moduli bor ekan. Tanlab turib, bizda kurslarda berilgan anaqa PDFlarni chiqarsa, interaktiv savol-javob o'rgatib berar ekan. Yoqdi deb va foyda beryapti deb aytdi. Ba'zi terminologiyalarni o'zi tushuntirib berar ekan. Zo'r mana shunaqa produktlarni ishlatsa bo'ladi o'rganishga. Zo'r shunaqa OpenAI chiqarib bergan. Unaqa lekin o'rta-miyonalarni menimcha ularga tayanib qolib bo'lmaydi, o'rta-miyonalarga. Xato juda ko'p bo'ladi-da, o'ta ko'p bo'ladi. Undan ko'ra repetitorga borsa, odamdan o'rgangani ma'qulroq. Yoki dunyo bo'yicha top dastur, sun'iy intellekt dars beradigan dastur, qolganini qo'yib, yaxshisi odamdan o'rgani yaxshi. Meni fikrim shu. Juda yaxshi. Hop, keyingi anaqamiz hop. Mana texnologik jarayon hozir sun'iy intellekt davriga kelgan. Misol uchun keyingi davr nima deb o'ylaysiz? Nima bo'lishi mumkin? Sun'iy intellektdan keyinmi? Nima texnologik katta o'zgarish bo'lib ketib qoladi? Bitta bo'lishi mumkin bo'lgani quantum computing bo'lishi mumkin. Hozir to'liq texnologik mana shu davr binarniy hisoblash asosida qurilganda. U binarniy chunki foydalanuvchilarga ham tushuntirib, ular hozir nima ekanini qiziqishadi. Hozir mana bu mikrofonlar ham, mana bu kompyuterlar ham ustida siz video yasaysizmi, podkast qilasizmi, nima qilganingizda ham ichidagi ma'lumotlarning hammasi 0 va 1 ikkita raqamni ustida qurilgan. G'ishti shuda. Bu qurilgan binolarda uni g'ishti 0 bilan 1 da. Buni bajaroli limiti bor. 0 bilan 1 ustida qurilgan apparatlarning limiti bor. Kvantaviy 0 1 emas, boshqacha shu. U qanaqa daraja bo'ladi? Unda aniq bilmayman. 3 ta state bor. Unda 0 1 emasda 0 1 va o'rtanchimi? Shunaqa holatlari bor. Bu degani u yerda hozirgi turgan kompyuterlarni aytaylik mutantlari bo'ladi-da. Deb bundan bir 10-20x ga kuchli kompyuterlar bo'lib ketib qolishi mumkin. Balki exponential bo'lar. To есть har hozirgacha bo'lgan nima o'sha davr qaytadan nechadir barobar tezroq, nechadir barobar kuchliroq bo'lishi mumkin-da. Balki optimistik bo'lib qarasa shunaqa bo'lishi mumkin. Endi tasavvur qilishim bo'yicha shu quantum computing bo'lishi mumkin. Keyingi anaqa boom blockchainlar osonlashib ketib qoladi. Hozir blockchain qilish qiyin-da. Computing qismi qiyin-da. Nima sababdan? Blockchain binary bo'lgan hisobigami? Binary ustida qilganda hamma to есть bitta dona tranzaksiyani verify qilib berish uchun bir nechta local devicelar, telefonlar, smartwatchlar, o'shalar ko'p computation qilish kerak bo'ladi-da. Ishi qiyinroq. Yana keyin orada juda ham har bitta transaksiyon verify qilib beradi. Kvantaviy bo'ladigan bo'lsa, shuni oson qilish mumkin. Klikda bittada verification oson bo'lib qolishi mumkin. Keyingi savolimiz xavfsizlik jihatlama olaylik. AI hozir hamma narsani yasab tashlayapti. Misol uchun video desangiz, video deylik, odamni misol uchun yo'q odamni ham yasab beradi. Shuni qanaqa qilib ajratib olinadi bu narsa? Misol bu AI yordamida, bu yordamida xavfsizlik jihatlama oddiy odamlar nimasidan AIda himoyalanishi kerak? Misol uchun identifikatsiyadan o'tish misol uchun deylik deyman. Qarab tursa, demak AI odamlarni ham yasab beryapti, yo'q odamni ham yasab beryapti. Misol uchun identifikatsiyadan o'tkazib yuborishi mumkin qanaqadir. Agar qilib ko'rilgan bo'lsa, balki bo'lishi mumkin. Shu taraflama oddiy odam
AI taraflama qaraganda qanaqa xavfsizliklarga e'tibor berish kerak? Misol uchun qanaqadir daniylarni unga berma yoki mana bu daniylarni berma yoki rasmingni tashlama, uni qilma, buni qilma deganda. Shuni taraflama. Privacy tarafdan o'zini ma'lumotini avvalambor shunaqa sun'iy intellekt modellariga beravermaslik kerak. To'g'ri, u yana keyin har xil veb-saytlarda mana bu accept cookie degan narsalar chiqyapti-yu. O'shalarga sal e'tiborliroq bo'lish kerak birinchi. Ma'lumotni saqlash jihatidan. Boshqa tarafdan bo'ladigan bo'lsa, internetda endi sun'iy intellekt ko'payib ketgandan keyin hamma u yozilgan ma'lumotga ham mana shu rost gap ekan deb ishonib ham ketavermaslik kerak endi. Endi infolarga qo'shimchasiga. Infoni endi qabul qiladigan infoni ham filtr qilish kerak ko'proq. Endi shu. Chunki odam miyasi ko'rgan narsasiga qarab turib fikrlash o'zgaradi-yu. Birinchidan, bitta ko'rgan narsani internet to'g'ri, ikkinchidan o'z ma'lumotini ham tarqatavermaslik kerak. Endi u aytgan bilan shuda endi. Shu. Xo'p. Oxirgi savolimiz dasturchi bo'lmaganingizda, imенно qaysi kasb egasi bo'lgan bo'lardingiz? Futbolchi yaxshi ko'raman. Yo yuguradigan marafonchimikan? Futbolmi, futbolmi. Sportsmen bo'lardim. Qanaqadir sportsmen. Qanaqadir sportsmen. Yaxshi. Hop. Keyin o'zingizni tavsiyalaringiz bo'lsa, shu kuzatuvchilarimizga tavsiyalaringiz qanaqadir AI bo'yicha mutaxassis bo'lmoqchi bo'lsa, yoki kelajakda yaxshi kasb mutaxassis bo'lmoqchi bo'lsa, qanaqa tavsiyalaringiz bo'lsa, qog'oz bildirib qo'ysangiz, shu bilan menimcha podkastimizni ham tugatsak bo'ladi. Bo'ldi. Bo'lmasa ikkita narsa aytaman. Bittasi o'rganayotgan talabalar baho uchun o'qinglar-yu, lekin asosiy maqsadingiz baho bo'lmasin. Diplom uchun o'qinglar, asosiy maqsadingiz diplom bo'lmasin. Diplominglar bo'lib, bahoinglar bo'lib turib, bilimdan kompromis qilsanglar, ishqilib bilimdan voz kechsanglar, o'zingizlarga pand beradi. Yuzimni eslaysizlar hali. Shunaqa bo'lmaydi. Birinchi o'ringa bilimni qo'yingizlar, keyin rahmat aytasizlar. Bu birinchisi. Ikkinchisi, universitetda o'tirganda yoki maktabda o'tirganda bitta narsaga zo'r qiziqib ketgan bo'lsangizlar, bitta fan bo'layotgan bo'lsa, keyin eplab olaman demangizlar. Hop. Bo'sh vaqtingizda qiziqqan narsangizni o'rganganda dars payti eshitingizlar. Bunga ham keyin rahmat aytasizlar. Oxirida keyin ulanadi u. Hop, mana shu ikkita narsani aytgan bo'lardim. Juda ham rahmat. Qobiljon aka, tashrif buyurganingiz uchun kattakon rahmat. Vaqtingizni ajratganingiz uchun juda ham ma'lumli, juda ham mazmunli bo'ldi. Juda ham foydali bo'ldi deb o'ylayman. Foydalanuvchi, ya'ni ko'rayotganlar shu fikrlarni izohlarda yozib qoldirsanglar, misol uchun AI bo'yicha qanaqadir mavzular bo'ladigan bo'lsa, savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlarga yozsanglar, обязательно Qobiljon akaga yana iltimos qilamiz. Xudo xohlasa bu bo'yicha ham обсуждение qilamiz. Sizga ham katta rahmat. Fintech Hub dasturini olib borayotgan odamlarga ham rahmat. Mana sizlarga ham juda katta rahmat. Bu taklif qilib, shunaqa e'tibor bilan organizatsiya qilib, choy uchun ham atdilla rahmat. Mazali bo'libdi. E'tibor uchun. Xudo xolasa kollaboratsiya qilamiz. Xudo xolasa. Salomat bo'linglar. Rahmat katta.